Qutadg'u bilik. Muqaddima. Uyg'urlar uzun tarixga, mo'l madaniyatga va qimmatli madaniy meroslarga ega qadimiy bir millat. Uyg'ur xalqimi barliq tarixiy davrlarda siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatlarda muhim rol o'ynagan. Ana shundoq tuhfalarning biri Uyg'ur xalqining 11-asrda yashagan buyuk mutafakkiri va donishmand shoiri Yusuf Xos Hojibning o'lmas asri Qutadg'u bilik dastonidir. Bu daston Uyg'urlarning Islomiyat qabulidan keyingi yozma adabiyotidan hozircha zamonimizga yetib kelgan tunji badiiy asar. 11-asr Uyg'ur adabiy tilining eng yaxshi namunasi ham Qorxoniylar davri ijtimoiy hayoti bilan ijtimoiy ideologiyasining ro'shan inkosi va ifodasidir. Bu daston butun Uyg'ur madaniyati tarixidagi porloq namoyanda bo'lish sifati bilan O'rta Osiyo madaniyati tarixidami zo'r qimmatga ega. 72. Ögdilmiş Aliga elni idora qilish usullarini aytdi. Ögdilmiş javob berib dedi: Alik hamma ishga to'g'ri tadbir qo'llansin. Tilingdan yaramas yomon so'zlarni chiqarma. Buni Xudo ravo ko'rmaydi, ey bilimi daryo. Bu baglikni sen o'z tiliking bo'yicha zo'rlab olmading. Buni Xudo o'z fazilati bilan belgilagan. Seni qadrladi va bu baglikni berdi. Bununla şükür qil, ey bilim ekan. Dilingni tuz, o'zingni pok tutib, Xudoga ibodat qil. Xalqqa odil va mehribon bo'l. Havoyi havaslaringni aql bilan bos. Uni yengin, nafsingni bilim bilan yanchib tashla. Bilim bilan nafsni, havaslarni bosgan bilim berguchi nima deydi, angla. Vujudingning tuz bo'lishini xohlasang, havasning bo'ynini kes. Havoyi havas o'lsa, vujudingning agrisi tuzlanadi. Havoyi havasga qul bo'lmaslikka tirishqin. Havoyi havas bilan nafs, har ikkisila din o'g'risidir. Ey Ali, sen nimishqa ojiz bo'lib qolding? Har xil yaxshiliklarni qilishga kuching bor, qo'ling yetadi. Nima uchun shuncha bo'la qattiq g'am qilasan? Nima uchun hayotingni ochiq qilasan? Yetarli xazinang bor, qo'shin, askar xizmatchilar ko'p. Hamma ishga yo'l ko'rsatiladigan bilim aqling bor. Xazinangni ulashtirib, askar xizmatchilarni xushal qil. Ular orqali hamma orzularingga yet. Kumush, oltin taqitib, dushmanni yengan jangovar shijoatli kishi nima deydi, angla. Agar sen doim ustunlik qozonmoqchi bo'lsang, askar xizmatchilarni xushal qil, boturlarni maqta. Askar xizmatchilaringni xushal qil, ondan tilakingni tila. Barcha tilaklaring o'rindiladi, dushmanning bo'yni egiladi. Askar xizmatchilarni ko'paytgin, ularni xushal qil. Ularni bir kuni sen uchun so'yimlik jinini pido qiladi. Qo'shin va askar xizmatchilar bilan kofir dushmanlarni yanchib tashla. Xudodan madad tila, sening tayanching pokdir. Bu kofirlar uchun qo'shin askar to'pla, qurol tayyorla. Kofirlar bilan bo'lgan jangda o'lsa, o'lim hisoblanmaydi. Uy makonlarni ko'ydir, butlarni sundir. Uning o'rniga masjid, jome bino qil. O'g'illarni qo'l, qizlarni cho'ri qilgin. Uningdan o'ljagan narsalar bilan xazina to'pla. Musulmonlikni yo'lga qo'y, shariatni targ'ib qil. Shunda qilsang, yaxshi nom qozanasan, ulug' bo'lasan. Musulmonlarga qarshi turma, qo'l takkizma. Ularning homiysi Tangridir, ey Ali. Musulmon bilan qarindoshdir. Qarindoshlarga cheqilma, doim yaxshi o't. Xalqqa adolat qil, xotirjam yashsin. Sana yaxshilik tilab duo qilsin. Ondan Xudo sana so'yinch beg'ishlaydi. Ikkili dunyo sening bo'ladi, ey qahramon. Aligning o'gdilmishga javobi. Alik dedi: Bu so'zlarni yaxshi dedim. O'zimmi xuddi shunday qilishni xohlayman. Ey yigit, Mo'sha ishlarni qiladigan do'stim qani?
Bu ishlarni qilishda sen menga yor yo'lak bo'l. Oldi bilan elni ro'naq topqizish, xalqni pok qilish kerak. Ichki tashqi munosabatning tadbirini tuzish kerak. Yaxshi ko'rganlarga in'om berib xushal qilish, seni yaxshi ko'rmaydiganlarni taqib qilish kerak. Buning uchun oldi bilan elni ro'naq topqizish kerak. Ichki tashqi meyxonalarni tozalash kerak. Xalqni qonun bilan tamoman tuzitish, eldagi yaramas ahvollarni tozalash kerak. Xotirjamlik, el ro'naqligi qani, men buningga yetishamedim. İş üstüge iş toplandı, gözüm yumulmaydı. Ögdilmişnin aleyke cevabı. Ögdilmiş cevap verip dedi, ey bey, sen işlerini sozma, hemmi işler bilen şugullan. Kılıdığın işini nemişke arkaga sozu sen. İşlerini sozma, vaktide kıl, ömrün ötüp gitidi. Bugünkü işini kılmasan, etki iş mi bununla koşuludu. İş üstüge iş toplanıp kalıdı. Bugünkü işini koyup, et kılıman deme. Eti işini çıkıp kalsa, bu kılınmay kalıdı. Elini idare kılıp tazılap dur. Kelgüsüde halk mı, özün mü rahatki erişsin. Yaman bulma, yamanlığa yamanlık işlet. Yamanlığının hemmisini elinden tazıla. Adil bol, doğru iş kıl, doğru hareket kıl. Şunda kılsan, yamanla eğriler kail buludu, hareketini tüzeydi. Tətür hareket kılıdığan tətür kişilerinin yamanlıqını çeklemegüçe, işler oңuşluq bulmaydı. Yamanlarını yakın yol atma, zini tigidu. Yaxşılar bilen segek yaşa. Adil, köngülü tüz, tili bilen dili bir, hulqı çıraylı kişi nimi deydu, anla. Yamanğa qetilma, doğru yolda yür. Egriler arasında doğru kişinin küne tar boludu. Kim yamanlık kılsa, öz yolunda palaketke uçraydı. Kıyamet günü doğruluk hemden boludu. Ey Ali! Asker toplamay amal yok. Begle, bulğun işlerini asker bilen tazalaydı. Asker hizmetçilerini toplaş ve inamla beriş gerek. Kembağallarını beyitiş, açlarını toyduriş gerek. Hizmet kılıp yürgenler ümit bilen yürüdü. Hizmetçi ümidini üzse turmaydı, kitidu. Ey Ali! Hizmetçiler bir qancha xil boludu. Farqlandırıp ayrım muamele kıl, yoldun adaşmasın. Ulanın bir xili 100 abroy üçün işleydi. Ulanın 100 abroyini qilish gerek, arzusu qansın. Yana bir tabaqisi mal dünya talab qiladi. Ulag'ın mal dünya bagin jinini pida qilsin. Yana bir xili mal dünya ham abroy tilaydi. Şöhret qaznish uchun ot va ton talab qiladi. Agar palvon mergen bo'lsa, kumush bagin. Qilich urib shahar allarning ishkini ochsin. Bilimlik, aqlliq, dono kishi bo'lsa, ularni qadrla, mol dunyo va yordam qo'lingni uzat. Yomon, zo'ravon bo'lsa, uni faqat o'stirma, huquq berma. U seni nadomatga qoldiradi. Yomon o'ktamlarni o'stirma, beytma. Shubhisiz shifoliq dorangni zaharga aylantiradi. Baturlar yavg'usi nima deydi, angla. Eng zaif xalqmi boy bo'lsa bosh akmaydi. Yamonlarni beyitma, ey qudratlik. Yamonlar beysa peylini buzadi. Yaxshilarningmi qo'li qisqa bo'lsa, muhtojlikqa tushib, xuy peyli buziladi. Yaxshi xulqli kishi muhtojlikqa tushib qolsa, qiliqlari va yaxshi mijoz xulqimi o'zgarib ketadi. Yamonlarni xo'rlasang, yurish turishini to'g'rilaydi, yaxshilarni hurmat qilsang, qiliqlari texmi yaxshi bo'ladi. Samimiy, sodiq kishilarni o'zingga yaqin tut. Uyatsizlarni o'zingdan yiroqlashtir, ulardan saqlan. Kimlar foydali, kimlar foydasiz farqlantirib tanlab muomala qil, ey bilimlik dono. Yaxshi ko'radigan va yaxshi ko'rmaydiganlarni farqlantir. Yaxshi ko'rganlarni so'y, dushmanga o't bo'l. Shodlikni xolamagan kishilarni o'zingdan yiroq tut.
Uni söyündürme, qiladigan ishlaringni uningga berma. Sadoqatni xiyonat bilan aralashtirma. Yaramliqni yaramsiz bilan birga tutma. Bir ishni birla vaqtda ikki kishiga topshirma. Ishonginki, bir-biriga döngishib ish qilinmay qoladi. Ishingni ish biladigan kishilarga topshir. Ish qilishni bilmagan kishi qiynalib qayg'uga cho'madi. Xizmat qildi debla ko'rganlik kishiga ish topshirma. Ishni sana foyda keltiradigan kishilarga bergin. Al manfaatini va o'zingning manfaatini tiligin. Boshqalarning manfaatiga ko'z tikma, uningga ilinma. Boshqalarning ko'ngliga qarama. Har kim o'z foydasini ko'zlaydi. Al manfaatini ko'zligin, o'zingni zo'm-zo pusma. Sana kim foydaliq bo'lsa, senmi uningga foydaliq bo'l. Foydasi tegmaydigan kishini o'zingdan yiroqlashtir. Foydaliq kishini qadrla, hurmat qil. Ey Ali, muhim ishlarni uningga topshir. Ey Ali, sen uchun qiladigan ishlar ana shulardir. Bularni ijro qilsang, al ro'naq topadi. Noming yaxshi bo'ladi, o'zing baxt topsan. Seningdan keyin noming, so'zing yodlanib qoladi. Xalq beyidu, al saltanat ro'naq topadi. Xolig'iningcha xazina to'play olaysan. Samimiy, mehribon kishi nima deydi angla. Uning samimiligi so'ziga mos keladi. Qaysi elning begi yaxshi va to'g'ri bo'lsa, shu elning xalqi beyidu, kuni tug'idi. Xalqning boyligi beg uchunmi boyliqdir. Xohlasang uni olasan, xohlasang buni. Shahar kentlardagi o'g'rilarni yo'qotqin. Musofir karvonlarni omon yuradigan qil. El ichida xalqqa zulm qiladiganlarni yo'qot. Chet yoqi joylardagi qaroqchilarni tozala. Yomonning paylini jazo bilan tuzat. Yomonga yomon yarashadi, senmi shunday qil. Ey tosh yurak, yaxshilarning ozodi yuralishi uchun yomonlarni yo zanjirda yoki zindonda tutish kerak. Buningdan boshqa eldagi haqlar bir necha turlik bo'ladi. Bularni ayirib farqlantirib turish kerak, yo'li ochiq bo'lsin. Ularning biri bilimlik olimlardir. Bu olimlar bilan kishilar baxt davlatga erishadi. Bularni qadrla, nima desa shuni qil. Shariat yo'lini tutib rad qilma, egil. Bularning yemak ichmakini, haqqini o'ksitma. Ta'minlab tur, muhtojlikka tushmasin ey hokim. Ular ko'ngil ozodaligi bilan boshqalarga o'rgatsin. Bilimsizlar ulardan o'rgansin. Bulardan keyin muhtasiblar turadi. Bularning huquqi kuchli bo'lishi kerak ey qudratlik. Fosiq, bekochi, bezodilarni qisib tutsin, masjid jamoatlarini to'liqlasin. Ondan keyingi tabaqa sana xizmat qilguvchilar bo'lib, qattiq tutmasang, ular isyon ko'taradi. Bular yuk ko'tarmaydi. Bularning yuk mushaqqatini o'zing ko'tarishingga to'g'ri keladi. Bulardan qolsa avom xalq turadi. Bularga adolat bilan yaxshi qarash kerak. Bularni 3 tabaqaga bo'linadi. Buni farqlantirish kerak. Zulm qilma, zulm qilsang alga jup keladi. Bulardan biri bayladir. Xalqning kuchligi ashula ey qudratlik. Qara, bulardan keyingisi o'tirhal kishilar bo'lib, o'tirhallar bayla qilgan ishni qilolmaydi. Kambag'allar bulardan keyin turadi. Hammadan avval bularni astirash kerak. Baylarning yukini o'tirhallarga yuklamaslik kerak. Unda qilsang o'tirhallar buziladi, holidan ketadi. Kambag'allarga o'tirhallarning yukini artmaslik kerak. Unda qilsang kambag'allar ochdan o'ladi, yiltizi uziladi. Kambag'allarni astirsa o'tirhal bo'ladi. O'tirhallar o'zini o'ngshib olsa, boylikqa erishadi. Kambag'allar o'tirhal bo'lsa, o'tirhallar beyidi, o'tirhallar beysa, eling boylik to'ladi. Al ro'naq tepib, xalq rohatga erishadi. Shu zamonda sen duoga ega bo'lasan. Ush ordu xoni nima deydi? Angla.
Namingning yaxshi bo'lishini izdigin ey o'lgich. Kimning yaxshi nom bilan jeni chiqsa, uning yaxshi nomi duo bilan davomli yodlanadi. O'lgandan keyin kim yaxshi duo bilan yodlansa, u qaytadan tug'ilib, yana bir hayot yashagandek bo'ladi. Mayli yerning ustida bo'l yoki yerning ostida bo'l, yaxshi noming mashhur bo'lsa, shuhratini o'zing ko'rasan. Qara, o'zing o'lasan, yaxshi noming qilishi kerak. Kishi o'ladi, yaxshi nomi qolsa, mangu yashaydi. Qara, senda ra'iyatning, ya'ni puhroning 3 haqqi bor. Bu haqni ado qil, sen zulm qilma. Biri elingda ko'mishni sap tut. Tarkibini nazorat qil ey bilimlik. Yana biri xalqqa adil qonun yurgiz. Birining ikkinchi biriga zulm qilishiga yo'l qo'yma, ularni qo'g'da. Uchinchisi barliq yo'llarning omonligini saqla. Qaroqchi bulongchilarni pokiz tozala. Shunda qilganda ra'iyatning haqqini o'tagan bo'lasan. Ondan keyin sen haqqingni talab qil ey saxiy hukmdor. Ra'iyat ustidimi sening 3 haqqing bor. Bularni ulardan talab qilish kerak, yaxshiroq angla. Biri yorliqingni hurmat qilsin. Nima degan bo'lsang, darhol shuni ijro qilsin. Yana biri xazina haqqini tutib qolmasin. Uni o'z vaqtida yetkazsin ey saxiy. Uchinchisi, dushmanga dushman bo'lsin, kimni yaxshi ko'rsang, shuni yaxshi ko'rsin. Shunda qilganda sen o'z haqqingni olgan bo'lasan. Ularni o'z haqqini ado qilgan bo'ladi. Bag o'z ishlarini ana shundoq yurgizishi kerak. Ra'iyatni xuddi shundoq bo'lishi kerak ey ulug'. Xalq begining yaxshiligiga ega bo'lsa, ondan bag xotirjam bo'ladi va shuhrat qozonadi. Ey Ali, seni ikki olam baxtga yetkazadigan ta'lim ana shudir. Bulardan boshqa olim donolar dasturib xalqqa bilim bersin, nazorat qilsin. Yana muhtasiblarning huquqi kuchli bo'lsin. Jamoat ishini kezib yomonlarni yig'sin. Savdogarlar omonatlarini ehtiyot qilsin, hunarvanlar nasihatlarini qilib tursin. Dehqonlar dehqonchilikqa mahir bo'lsin. Chorvachilar chorvalarini ko'paysin. Endi sening xizmatingni qiladigan askar xodimlar qoldi. Bular dushmanga, bo'riga qarshi yurish qilguchilardir. Bularni xushal qilib mol hadiya qil. Diqqat qil, ularni boshqa ishlarga band qilma. Foydali bo'lish darajasiga qarab ularni qadrla, ihson qil. Mol dunyo bilan baytqin, kuchini oshir. Ular dushmanga, bo'riga qarshi to'liq tayyorlansin. Do'stlarga yor yo'lak bo'lib, dushmanga o'lim bersin. Shundoq qilgandilar, hamma do'stlaring tanlanib chiqadi. Barliq ishlaring pokiz o'rindiladi, ro'noq topadi. Ikki dunyo yaxshiligi sening bo'ladi. Xudoyimning so'yinchisiga ega bo'lasan. Qarag'ana. Adolat degan musho, to'g'ri, adil bo'l. Bu adolat seni tilakingga yetkazadi. Adilliqing uchun Tangri seni yaxshi ko'radi. Adillikdan boshqa xalqqa o'shmanlik qilma. Dili yo'ruq kishi nima deydi angla. Buning ma'nosi o'ylab qarasang bu so'zga guvohdir. To'g'riligi uchun osmon oyoqda tik tura oladi. Tavrimganligi uchun yerda cho'p ziroat unidi. O'zgarmay to'g'ri tur, dilingni to'g'ri tut. To'g'ri odam ikkili dunyoda adolatga erishadi. Ey Ali, mening bilganlarim mana shular. İçim va teshimdagi hammani sana bayon qildim. Ikkili dunyoda foydali bo'lgan so'z shu edi. Bularni men sana aytib berdim. Bu dunyoning halovati va yaxshi nom, dunyo oxiratmi hammasi sening bo'lsin. Bu dunyoning mol dunyosi hammasi qoladi. O'zing o'lib ketsangmi, yaxshi noming qolsin. Buningga taqlid qilib bilim yaxshi so'z degan. Söz ma'nosi bilan uning o'xshatib shundoq degan. O'zim o'lsammi o'lay, nomim yaxshi bo'lsin. Tirik oxir o'ludi,
namım qalsın. Tirishib yaxshilik qilgin, yaxshi nom izda, yaxshi noming bilan mangu tirik qol. Ali bu so'zlarni anglab qattiq so'yindi. Ko'zi ochildi, dili yo'ridi, huzurlandi. Alining o'gdilmishga javobi. Ali o'gdilmishni ko'p olqishladi, maqtadi va dedi: "Sen o'zing bilganlarni so'zlading. Bugundan boshlab Xudo tavfiq bersin. Sen aytgan bu so'zlarni astoydil ko'nglimda tutay. Rabbim sendek yordamchini menga ato qildi. Tilisam tilikimni beradi deb umid qilaman. Xudo sening barliq orzu tilaklaringni bersin. Orzularimni tugal bayon qilding, ey yaxshi donishmand. Bugundan boshlab sen mehribonlik bilan menga yordam qil, ey ko'nglimga yaqin. Sana haqiqiy ishonaman va ishonch bog'layman. So'zingni mendan yoshirma, ey xushchiroy. Quyosh meni qandoq yoritgan bo'lsa, sen kunlarimni shundoq yoritding. Seni sarmoyam deb hisoblayman. Ko'ngil bergan, tili va dili bilan yaqin bo'lgan kishi bek yaxshi so'zlarni aytgan. Ko'ngling kimga ishonsa, shuni aynak qil. O'zimni ko'ray deb uni oldingda qo'y. Samimiy kishi odamga aynak bo'ladi. Uning qarab odam xulq mijozini tuziyalaydi. Kimning ko'ngli kimga haqiqiy yaqin bo'lsa, uningga ishonish, o'ziga haqiqiy yaqin tutish kerak. Ishongan kishiga sir aytish kerak. Ishongan kishi sir aytsa, mahkam saqlash kerak. Qara, o'gdilmish Alining so'zlarini angladi. So'yindi, xo'p deb tabassum qildi. Ali so'zini tugatdi, o'zi hayajonlandi. O'gdilmish o'rnidan turib, u yerdan chiqdi. Ali shundan boshlab rohatni tashladi. Ko'p mushaqqat chekib, elini ratga soldi, tuzatdi. Yomonlarni yiroqlashtirdi, yaxshilarni to'pladi va ularni o'ziga yaqinlashtirib vazifa berdi. Xalq tuzaldi va eli tozlandi. Yil, oy, kunlar tinch o'tdi, halovatga erishdi. Al foydasi bilan hayot lazzatli bo'ldi. Xalq halovatga xushal bo'lib, shodlik bilan kuldi. Ali o'gdilmishni nihoyat qadrladi. İşinib, hamma ishini uningga topshirdi. Shundoq qilib o'gdilmish bir necha vaqt yurdi. Alam qayg'u bilan yana bearam bo'ldi. O'zini va ish harakatlarini kuzatdi. Hayotini va yigitligini zoya qilayotganligini bayqadi. Ko'ngli ko'ksi yo'ridi, ko'zi ochildi. Ko'nglini butunlay pok qilishni orzu qildi. Yetmiş üçüncü. O'gdilmishning o'tib ketgan hayotiga echinib tavba qilganligi aytiladi. O'gdilmish shundoq dedi: "Men behud holda shodlanib yurdim. Hayotim g'aflat ichida behuda o'tdi. Hayot kuch-quvvati mendan ketmoqda. Tetiklikimni yo'qotib, qo'limga hosa olmoqdaman." U pushaymon qilib dedi: "Esi kunlarim o'tib ketdi. Ömrüm tügümekte, keçilerim qarayishga boshladi. Men kalidek nazu nimetlerini yedim. Bilip bilmey bir kalidek yaşadım." Yana dedi: "Men behud halda oynab kulib yurdim. Kunlarimni behuda o'tkazib etdim. Mendin yigitlikning kuch-quvvati ketdi. Endi köyüp tutab yigitlikka echinaman. Hayotlik o'jiqdi, o'lim yaqinlashdi. O'limga chora yo'q, uningdan qutulish yo'limi yo'q." Chechim shunqor paylarda kulrang tusga kirdi. Saqalim kuzida g'azon bo'lgan gul bargiga aylandi.
32 tishim oq unchidek edi. Endi yipi üzülüp bir-birlab chechildi. Ko'zlarim bir kunlik yerni ko'ratdi. Endi xiralashdi. Oldimdagi kishini ko'ranmayman. Quloq tutsam yiroq ovozlarni anglaytdim. Bugun qo'l bilan ishorat qilib so'zlashadigan bo'lib qoldim. Beshim quzg'un tusidek qop-qora edi. Endi boshqa oqqu qo'ndi, yeshim yetildi. Endi men Xudo oldiga qaytadigan bo'ldim. Gunohlarim uchun faryod chekib yig'lashim kerak. Men Xudo oldiga boradigan bo'ldim. Gunohlarim uchun o'zri so'rashim kerak. Endi yaramas ishlarni tashlab, ko'nglimni bulg'inishlardan pok qilishim kerak. O'gdilmish o'rnidan turib tavba qilmoqchi. Xudoga sig'inib gunohlarini tilamoqchi bo'ldi. Lekin o'ylanib qoldi va shundoq dedi: "Oldiramay. Oldirang'uliq ziyonliqdir, undoq qilmay. Oldi bilan bu ish ustida maslahat dish kerak. Yaramas ishlarni o'zimdan chetlashtirishim kerak. Har qanday ishni maslahat bilan bilib qilish kerak. Maslahat qilmaganlar ishdan zarlanib pushaymon qiladi." So'z mahirlari nima degan angla. Har qanday ishda maslahat yaxshi choradir. O'z yaqinlaring bilan maslahatlashish kerak. Maslahat bilan har qanday ish rivoj topadi. Maslahatlashsa kishi o'z ishini o'ngshaydi. Maslahatlashmagan kishi oxiri pushaymon qiladi. Men endi qarindishimning huzuriga boray. Uningga bu ishlarimni maslahat qilay. Yaraydi desa, men bu ishlarni qilay. Bo'lmaydi desa, maslahatim o'z joyida qolsin. Kishi o'z ishini o'zi to'liq ko'rib bilinmaydi. Boshqalarga tushuntirib aytish kerak. Maslahatlashsa kishining bilimi kengayadi. Maslahatga bilim qo'shilsa, qo'l uzun bo'ladi. Maslahatlashgan kishi nima deydi? Angla. Kishi o'z ishini maslahat bilan tuttiradi. Nemish qilishing haqida kishilar bilan kengash. Kengashmaydigan kishiga qaytilma, yiroqlash. Qandaqli ishni qilmoqchi bo'lsang, kengashib ondan qil. Tilak orzularingni kengash bilan amalga oshir. Oqshimi yetib qoldi, atiganda turib tahorat oldi. Etini minib Alik huzuriga bordi. Ruxsat so'rab Alikning oldiga kirdi. Alik uni hurmat qilib o'rin ko'rsatdi. O'gdilmishning Alikka savoli. Alik bayon qilib dedi: "Men bugun qarindishimni qizg'in ziyorat qilmoqchiman. Agar ijozat berilsa, u yerga borsam, ziyorat qilib, ondan qaytib kelsam." Alikning o'gdilmishga javobi: "Alik dedi: "Bag'in, mendan uningga salom yetkazib qo'y, ey komil bilimlik. Xudoga ixlos bilan ibodat qilgan paytlarida duoda meni unutmasin. Xudodan gunohlarimni tilasin. Duo bilan Xudo gunohlarimni kechirsa ajab emas." O'gdilmish xo'p deb u yerdan chiqdi. Uyga yetib keldi, chiroyi ichildi. Dunyo yuzi oltin rangiga kirdi. Quyosh yoqut rangini zabranga o'zgartdi. Osmon qopqini turib yuzini qaraytdi. Barcha kishilarning ko'zini bog'ladi. Namoz o'qidi, to'shakka kirib yotdi. Biroz hordiq elib, xeyli uxladi. Ba'zida uxladi, ba'zida o'yg'oq xiyol surib yotdi. Xiyoli uni yotqizmadi. Yana o'rnidan turib ketdi. Yana to'shak silib yotdi, uzun uxladi. O'zi yolg'izlikda cho'chib uyg'onib ketdi. Keyin ikkili ko'zi zodi yumilmadi. Xiyol surib o'yg'oq yotdi, o'zi zerikdi. Qarasa sharqdan qora qush chiqib, ushqunga o'xshash yerdan ko'tarilishga boshladi. Keyin yildirik bilan ayg'ir yo'ridi. O'zidan belgi berib, arantir sapki tizildi. Sukich o'rlab osmonga ko'tarildi. Sura ibrini o'qib sayrashga boshladi. Sharqqa qaradi. Quyosh beshi ko'tarilibdi.
yerdan yuqoriga qarab o'rlabdi. Quyosh sho'lasi putaqlanib nayzadek yuqoriga yeyildi. Osmon yuzi cho'g'dak yalqulladi. Dunyo so'yimlik yor kulkisidek yo'rib ketdi. Qayg'ular yo'qolib, shodlik boshlandi. O'gdilmish o'rnidan turdi. Tahorat elib namoz o'qidi. Etini mindi va taqqa qarab yuzlandi. Berib etidan tushdi, darvozani qoqdi. Qerindishi ibodatini qo'yib, darvozani ochdi. O'gdilmish uni ko'rib salom qildi. O'dg'irmish salomiga javob yondirdi. Qo'l tutishib uyga kirishdi. Qerindishi so'z boshlab shundoq dedi. O'dg'irmishning O'gdilmishga savoli: "Ey qerindishim, nima uchun kelding so'zla? Sen bilan ko'rishgili tehi bir oymi bo'lmadi-ku? Ko'nglingni tushkunroq ko'rib o'taman. Qizil yuzingmi sarg'ayib qolgandek turadi. Qanda qayg'u keldi, holingni chuk. So'zingni menga ayt, ig'iz och." O'gdilmishning O'dg'irmishga javobi: O'gdilmish javob berib dedi: "Ey qarindosh, zaman o'qi ko'ksimga tagdi, dilimni yaraladi. Zaman pand nasihat berib ko'zni ochsa, o'lgan ko'ngilmi tiriladi ekan. G'aflat qolganim uchun ko'nglim uyquda edi. Zaman nasihati meni uyg'otdi. Ko'ngil ko'zi bilan qarab, o'zimni sinab ko'rdim. To'g'ri yo'ldan ozg'onligimga ajablandim. Hayot oxirlashdi, yukim ig'irlashdi. Gunohlardan qaytish paytim keldi. Hayotim davomida kishilarga xizmat qildim. Xudoning ibodati qilib qoldi, bexud bo'lib uxladim. Dunyo o'tiyverdi, hayotmi o'tiyverdi. Qara, bu dunyo qoladi, hayot tugaydi. Yashash uchun dunyoga intildim. Ömrüm oxirlashdi. Endi bu past dunyo nimaga kerak? Shuningdek, bugungi kunimni o'tib o'tadi. Kelgusi tunimga erisha olamanmi? Chechim kuzdagi gul bargidek g'azon bo'ldi. Soqilim shunqar yibidek kumush tusga kirdi. Men atki tayyorligimni qilishim kerak. Oxiratlik ishlarim tayyorlansin, ey aqlliq. Buningga taqlidan munu so'z aytilgan. Bu so'zga amal qil, ey ko'ngli tus. O'tgan hayotimga pushaymon qilaman. Qolgan kunlarim qanchlikkin, ey oy yuzlikim. Esi yigitlik kunlarim behuda o'tdi. Endi kelgusi tunim behuda bo'lmasin. Bilimlik, ziyrak kishi menga shundoq dedi. Ati bo'ladigan ishga bugun tayyorlik qil. Bexud bo'lma, ibodat ishlarini bugun qil. Bugun qilsang, atki ishing hozirlangan bo'ladi. Qoladek yeb ichib bekor yurdim. Endi o'zimni och tashnolikqa solay. Vujudim ko'p nozu ne'matlarni yeb samridi. Payt keldi. Bugun uni o'riqlatishim kerak. Ko'p halovatda yashadi. Tiliginichi bo'ldi. Endi bugundan boshlab o'ri tursin. Nurg'un kishilarni o'ziga dushman qildi. Ularni xushal qilay, tadbirini ko'ray. Kishilarga ko'p qo'l tekkizdim, til surdim. Bugun tilim ular uchun o'zri so'rasin. Men uzun vaqt kishilarni ayblab yurdim. Endi o'zimni ayblay, ey aziz. Men egamdan qochgan, yomon qochqonman. Butun borliqim ko'p gunoh qilibdi. Bugun tavba bilan o'zimga yanay. O'zimni tushunay. Egamdan o'z gunohim uchun o'zri so'ray. O'lim yoqamni tutmasda ibodat qilay. O'lim yepsa ibodat qilinmay qoladi. Bilimi bak cho'nqur kishi nima deydi angla. U sana nasihat qilyotdi, ey dili qattiq. O'limdan burun paylingdan qayt, o'zingni yig'. O'lim yepishqanda foydasiz pushaymonni qilma. O'limingni unutma, tavbaga hozirlan.
Bexud bulma, o'lim kelib bir kuni yaqindan tutadi. Yigitlik mezgilingda ibodat qilib ol. Qiyrilik yetib kelganda hamma kuch-quvvat ketadi. Hayotni qadrla, oldirab ibodat qil. O'lim yaqinni tutmasda diqqat qil, sagak bo'l. O'lim yetib kelmasda sagak bo'l, o'zingni saqla. O'lim yetib kelsa, sagak bo'laman deyishning foydasi yo'q. Mana endi u yerdan chiqib sening oldingga keldim. Yaxshi o'ylab bu ishga maslahat bergin. Sen mening mehribon qarindishimsan. Buning amali qandoq? Menga aytib ber, ey qahramon. Yetmiş 4. O'dg'irmishning o'gdilmishga maslahat berganligi aytiladi. O'dg'irmish javob berib dedi: "Ey qarindosh, so'zimni anglag'in, ey dilkash. Sen yaxshi niyat qilgan ekansan, Xudo tavfiq berib ko'zingni ochsin. Bu haqdagi bilim faqat bir turlikla emas, har turlik ish bor. Buningga qo'l yetkazish kerak. Bulardan biri men aytay, sen angla. Yaraydig'inini ko'rib bil, ondan amal qil. Hozircha u yerda turish sen uchun yaxshi. Men uchun bo'lsa, bu yerda turish afzal. Bugun seningdan alga foyda ko'proq tegadi. Bu foydani buzib olsang, qarg'ish, so'kishga qolasan. Qara, Ali al ishida qo'lingni uzun qildi. Nurg'un yaxshi ishlarni qilayotsan, noming to'nildi. Xalq halovatga yetishdi, al ro'naq topdi. Ra'iyat tinmay duo qilmoqda. Foydali kishi nima deydi angla. Foydali kishi kishilarning beshidir. Qara, kishilar orasida haqiqiy kishi shuki, uningdan xalq foyda ko'radi. Foydasiz kishilardan kishilar bezor bo'ladi. Foydali kishilarning foydasi elni to'ldiradi. Kishi ko'ngliga yaxshi niyat puksa, dunyoda hamma ishi tiligidek bo'ladi. Yaxshi niyat qilgan kishiga yaxshilik keladi. İşini amalga oshirolmasimi, savobga erishadi. Tinchlik va qonun mamlakatning xotirjamligini ta'minlaydi. Al xalqi sandan xushal bo'ladi. Qonun qoidalar yaxshi mukammal turg'izilsa, yomonlar yeli nayranglarni qo'yib eldan yo'q qiladi. Bularni tashlab sen bu yerga kelsang, u ishlar buziladi, o'zing pushaymon qilasan. Bu qonun qoidalar yana olmishib ketadi. Elmi buzulup qaddini rostlayolmaydi. Sening o'rningga bir yomon odam o'rinlashidi. Xalqni yig'latib birdamni tinchlik bermaydi. Yomon odam aligni yomon yo'lga boshlaydi. Yomonlar ish qilib yomon iz qoldiradi. Bir Xudo sendan buni so'raydi. Xudoning so'riqi bor, yaxshi nomingni saqla. Yomonlik qilmaslik va qonunni buzmaslik kerak. Yomonlik qilg'uchilarga yo'l qo'ymaslik kerak. Qiliqi va ko'ngli to'g'ri kishi nima deydi angla. U sana nasihat qiladi, buni unutma. Yomonlarga qaytilma, qonunni buzma. Yomonlik qilg'uchiga yo'l qo'yma. O'zing yaxshilik qil, yaxshi qonunni yo'lga qo'y. Ikkala dunyoda yomonlik ko'rmay yashaysan. Xudo sana yaxshilik qilish uchun tavfiq berdi. Har xil yaxshiliklarni qilishni nisb qildi. Bu yaxshiliklarni nemish qibuzasan? Ey dili sagak, buningdan sana ziyon tegadi. Sen el foydasini buzib, o'z foydangni tashlab bu yerga kelib nemi yaxshilik tilaysan? Men bu yer yaxshiroq deganligimni o'zim sana tushuntirib beray, ey chiroyliqim. Men dunyo davlat tilamadim. Orzu tilaklarga ko'ngil bermadim. Xalqqa qo'shilib munosabat bog'lamadim.
yoki baglar bilan orlashishning yo'llarini o'rganmadim. Bu dunyo mol-mulklarini ko'rganim yo'q, yoki kishilarning yaxshi-yomon ahvolini bilganim yo'q. Bu ahvollarni bilib turib u yoqqa borsam va ibodatni tashlasam qamlashmagan bo'lar edi. Kishi oltin kumushni ko'migan bo'lsa, bir ko'ribla qiliqlarini o'zgarsa, ming la'natga qoladi. Angla, savdogarlar boshliqi dunyoni kezgan qiton karvoni nima deydi? Kishi mol dunyosiz kambag'al yashagan bo'lsa, beyg'ondan keyin yaxshi qiliqlarini tashlaydi. Agar bir kambag'al boy bo'lib qolsa, u to'g'ri yo'ldan tez o'zgarib ketadi. Baxtga erishmagan odam birdilla baxtga yetishsa, borgan sari qiliqi buzilib, elga ofat keltiradi. Alik bo'lmagan odam elga alik bo'lsa, xalqqa zulm qo'lini sunudi, til tekkizadi. Sen bugun tamamen dunyo va davlatga yetishding. Ko'nglingni besib, orzu havaslardan o'zingni saqlading. Ko'zing to'ydi, ham ko'nglingni to'xtatding. Alik bilan birga yaxshi yo'lda mengayotisan. Bularning hammasi Xudo senga bergan fazilatdir. Sana barcha yaxshiliklarni ato qildi, yuzingni yo'riq qildi. Yetmiş 5. To'g'rilikka to'g'rilik, odamgarchilikka odamgarchilik qilish aytiladi. Yuqorqilar bir xilidir, yana bir xilini tushuntirib aytay, sen uni angla. Unutdingmi yoki tushunmaslik bo'ldimi, nima foydani ko'zlab bu ishni qilmoqchi bo'lding? Bilasanki, dunyoda ko'p madhilanganlar vafoliq kishilardir. Ular olqishga ega ay aziz. Dunyoning qonun qoidalari mavjud bo'lsa, odamga odamgarchilik qilish uning belgisi bo'ladi. Kishi yaxshilikka yaxshilik qiladi. Bir yaxshilikka 10 yaxshilik bilan javob beradi. Kimning urug'i dadasidan tortib esil bo'lsa, uningdan yaxshilik elga foyda keladi. Ana o'g'rilikchi shahvatlanib haromdan o'g'il tug'sa, u elga ofat keltiradi. Aligning yaxshiliklariga nazar sol. Sen uning ne'matlariga, maishatlariga erishding. Bu fazilatlar, bilim farosatlarning hammasiga alig sabab bo'ldi, eshiklar ochildi. Sening nom va unvon bilan ulug' qildi. Yaxshilik qilishing uchun sana eshik ochib berdi. Bu yaxshiliklarni unutib qoldingmi? Bunga javob berish kerak emasmi, ey dilkash? Ey qarindosh, men so'zni qo'pol so'zladim. Ranjima, xafonma. Ko'nglingni bearam qilma. To'g'ri so'z qo'pol bo'ladi, ko'nglingga ochiq tegadi. Hazm qilsa, uning foydasi lazzat beradi. Qatiq tegsimi, qo'pol so'zga g'azablanma. To'g'ri so'z qo'poldir, buningdan ranjima. Buningga taqlid qilib, bunu so'zni aytay. Buni sen angla, ey xushchiray. To'g'ri so'z ochiq bo'ladi, uni hazm qil. Foydasi keyin bo'ladi, seni lazzatlantiradi. Qara, to'g'ri so'z ko'ngilga ochiq, qo'pol tegadi. Qo'pol so'z to'g'ri bo'ladi, qo'pol bo'lsa-mu, to'g'ri so'z qani? Sen kichik o'g'il chig'ingdila otang o'ldi. Bilim fazilatni egalading, yuzingni yo'riq qildi. Alayk seni o'z tarbiyasiga oldi, parvish qildi. Uning sababi bilan sen odamlar qatoriga qo'shilding. Bu qul kinizaklar, ot org'amoq, yer, suv hammasi Alayk tarafidan berilib, davlat ishkin ochildi. Ko'p yaxshiliklarga, nozu ne'matlarga ega bo'lding. Elda noming yeyildi, shuhrat topding. Endi buning ta'tirisichi maydonda turib, dushmandek yuz o'risang,
sana yarışam. Paydang tegadigan mezgilda sen u yerdan qechib chatib tursan, uning ko'ngli echinib qoladi. Sana Ali ko'p yaxshiliklarni qildi. Uningga javob berish kerak emasmi, ay shuhratlik? Kishilar seni ko'rganda olqishlab maqtasin. Elde vafodor degan noming tarqalsin. Kishilarning yaxshisi nima deydi angla. Chin kishining belgisi odamgarchilik qilishdir. Ey yigit, odamgarchilik qil, ulug' kishi bo'l. Kishilik yo'lini odam ana shundoq tutish kerak. Kishiga odamgarchilik qilib haqiqiy odam bo'l. O'zingga odamiy degan maqtashliq nomni ol. Sana Ali ming barobar yaxshilik qildi. Sen mi yaxshilikka yaxshilik bilan javob ber. Yaxshilikka javob bera oladigan kishi yaxshi kishidir. Xalq ichida sarxil odamlar ichida tonilg'inidir. Bilimsiz, nodon bir kichik o'g'il eding. U seni yo'lab baxt pallasiga ko'tardi. Endi uningga jon teningni fido qil. Uxlab yotma, kech kunduz uning ishini qil. Bu yaxshilik o'rniga bu yaxshilik tayyor tursin. Xudo sana yaxshi javob qaytarg'isi. Mehribonlik bilan odamgarchilik qiladigan kishi nima deydi? Angla, ey ko'ngli yaqin. Sen kimning ishini yesang, shuning ishini qil. Ishini halol yegan mehribonlikqa oshadi. Mard kishi non tuz haqqiga diqqat qilib, yegizgan kishiga beshini fido qiladi. Orzu tilakka ko'p yaxshi yo'llarga erishding. Bugun yaxshilik bilan uningga foydaliq bo'l. Yepak to'n kiyding, o'zingni tavadurdun bilan yo'giding. Sana hasad qilg'uvchilarning sana qarab ko'zi qamashdi. Endi sen Aliga yaxshi nom keltir. Dushmanlar ko'rib o'rtansin, yotla bo'yin agsin. Halovat ichida ko'p orzu ne'matlarga ega bo'lding. Buqidak samirib, bo'yin ko'ksingni ko'tirding. Endi Alining ishiga kuchingni sarf qil. Yaxshi duoga ega bo'l, uzun yasha. Dunyo mollarini to'plading, boy bo'lding. Yo'rg'a arg'amoqlarni, sop nasllik paylarni minding. Bu narsalarni Aliga fido qil, ishlat. Tilaklarini topsin, yuzini yo'riq qilsin. Ali bugun rohat farog'at bilan taxtga minsin. Dushmanlari uzoq to'lg'inib yer upsin. Ali qo'lingni uzun, so'zingni ravon qildi. Yaxshi ko'radiganlarmi, yaxshi ko'rmaydiganlarmi sana arzini aytdi. Sen endi ko'prak duo qil, ey yaxshi birodar. Davlat sana yor bo'lsin, umring uzun bo'lsin. Esil kishilar ana shundoq yaxshilik qiladi. Uning nomi dunyoda mangu qoladi. Arabcha yaxshi bir so'z aytilgan. Bu so'z kishilarning esilini bilishga yo'l ochdi. Qara, kishining asliga uning harakati guvoh. Harakati qandoq bo'lsa, aslimi shundoq bo'ladi. Kimning asli yaxshi bo'lsa, harakati yiqimliq bo'ladi. Yomonning asliga uning o'zi harakati guvohdir. Ey xushbeil, Ali peylini o'zgartsa, uni takror to'g'ri yo'lga boshla, bilim bilan yondir. Barliq yaxshiliklarga Ali bosh bo'ldi. Bu yaxshiliklarni tashlab, o'zingni chatlashtirma. Menga ishinib maslahat solding. Bilganlarimning hammasini sana aytdim. Mening aytganlarimni va o'zing bilganlaringni qarab selishtirib-ku, ishlaring oydinlashadi. O'gdilmishning o'dg'urmishga javobi. O'gdilmish xushal bo'ldi va dedi: "Ey qarindosh, ulug' odam shundoq bo'lishi kerak. Bugun so'zlarni bak yaxshi aytding. Bu so'zlar mendik tugunni yashdi. Bu so'zlar ba'zida menga ro'shan emas edi. Sen pardini ichib menga ro'shan so'zlading. Men endi bu orzu tilaklarimni tashladim. Faqat Xudoyimni menga orqa tilak bo'lsin. Egam meni himoya qilib, dilimni ro'slag'ay. Paylim harakatimni to'g'ri yo'lga sag'ay. Duo bilan yor yo'lak bo'l, yordam qil. Meni unutma.
özümni sana tapşırdım. Ögdilmiş sözünü tügütüp o'rnidan qopdi. Esellişip etiga mindi de qaytib keldi. Uyga kelib etidan tushdi, uyga kirdi. G'iza tomoq yedi, biroz demini oldi. Osmon chechini to'van tushirdi, yo'riq yuzini yopdi. Osmon tul kiyimini kiyib, belini bog'ladi. Quyosh o'rimchaklarni chuvagandek bo'ldi. Dunyo qo'yni tiyin va qomitusiga kirdi. O'rin soldi. Biroz tinchlanib yotdi. Biroz vaqt rohatlanib tatliq uxladi. Uyg'onib beshini ko'tarib atrofga qaradi. Osmon qiz kulgandek tishini ko'ztib tabassum qildi. Quyosh beshini ko'tarib qaytadan yuzini ochdi. Dunyoning hamma tarafi oq rangiga kirdi. O'gdilmish oldirab o'rnidan turdi. Tahorat elib bomdod namozini o'qidi, nashta qildi. Etini minib yana saroyga bordi. Etidan tushib to'p-to'g'ri Alik huzuriga kirdi. Alikning o'gdilmishga savoli. Alik uningdan o'dg'irmishni so'radi. U komil inson tinch aman bormi? dedi. Nima dedi? Meni duoda aslab turibdimi? Uning duosi bilan Xudo balodan aman qiladi. İnson duo bilan yaxshilikka yetishadi. Duo bilan mangulik jannatga yetishkili bo'ladi. Dunyoda yaxshi duo bo'lmagan bo'lsa, bu yomon yer falokat o'rdisiga aylangan bo'lar edi. O'gdilmishning alayka javobi. O'gdilmish javob berib mundaq dedi. Bilimga munosib holda to'g'ri so'zlarni qildi. Qarindishim bugun u yerda yolg'izlikda, muhtojlikda bizga duo qilmoqda. Bizdan g'ofilroq yana kim bo'lsin? Gunohni biz qilamiz, u biz uchun duo qiladi. Bugun u alayka mehribonlik va dili yaqinlik bilan uzmay duo qilmoqda. Uningdan mehribon yana kim bor? O'z qayg'usini tashlab biz uchun qayg'urmoqda. Ey Alik, bizdan g'ofilroq kim bor? Ömrümüz bekor o'tib ketdi. İbadetga qo'limiz tegmadi. Vujudimizni orzu ne'matlar bilan samritib, rohat halobatda yotmoqdamiz. Vujudimiz oxir o'lib, qurt yilonga yem bo'ladi. Jon chiqayotganda pushaymondan boshqa hech amal qolmaydi. Aqllar nima deydi angla. Bu so'zga amal qilish kifoya ey qo'zam. Vujud samrisa, qurt yilonga yem bo'lishi aniq. O'z shodligingni desang, o'tkinchi mehmonsan. Bu hayot tushdek o'tib ketadi, yo'qoladi. Hayotlikning o'tib ketishiga o'tayotgan kunlar guvohdir. Alikning o'gdilmishga javobi. Alik javob berib dedi. Ey dana, o'zini qandoq tutish va qandoq ko'zatish kerak. Men uchun sendan mehribonroq kishi yo'q. Sana tamamen ishonaman va ishonch qilaman. Men mana uy ichida g'aflatda yotmoqdaman. Ishlarimning hammasi tashqarida ey bilimi komil. Sen ko'zim ham qulog'im, angla. Nimiki muvofiq ko'rinsa, qarab turma, chori ko'y. Mendan yor yo'lak, yordam kerak bo'lsa, menga degin, men u ishga amal topay. Askar xizmatchilar bir-biri bilan yaqin munosabatda bo'lg'ay. Meni ovora qilmay, menga orom bergin, ishini bir taraf qilib. Zolimning qo'li xalqdan yiroq tursin. Bilimsiz nadallar yo'qolsin, bilim qolsin. Xalq beysin, ham ilm rivoj topsin. Bu tilim uning uchun shukr desin. O'gdilmishning alayka javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Ey bag, Xudo tavfiq bersin, ey insonlarning yaxshisi. Qara, tilekim hamda ehtiyojim shuki, Tangrim to'g'ri va yaxshi yo'l ochib bersin.
alik halovatga ega bo'lsin va baxt ichida yashasin. Barliq mushaqqat, bosh og'riqi mangli qolsin. Men endi o'zimni sana pido qildim. Sen rahat ichida yasha, ey al-uluqi. Bir hojitim bor. Bugun seningdan so'rayman. Uni sen xushalliq va idrok bilan ravo qil. Bilasanki, baylar kimni yaqin tutsa, kishilar doim uning bor yo'qligini surishtiradi. Meni sen qanchalik yaxshi tutsangmi, chaqimchilar chaqsa qopqing turiladi. Jasur qahramon kishi nima deydi angla. U bu pand nasihatni bilib so'zlagan. Kishining ko'ngli go'shtur, u hidlab qoladi, buziladi. Uni bak asrash kerak, ey irodali kishi. Chaqimchilikni xohlamaydigan qanchalik yaxshi kishi bo'lsa-mu, g'aybatxo'rlar orasiga kirsa, sabr qilolmaydi, fikri o'zgaradi. Na qadar aqlli, sagakbak bo'lsa-mu, chaqimchilar yaqin bo'lsa, uningga malollik keltiradi. Ko'l bagdur, vujud bo'lsa, uningga qul asridir. So'zga gayda isiydi, gayda so'yidi. Kishining tabiati 4 xil bo'lib, o'zaro dushmandir. Biri kuldiradi, biri janjal majra tug'diradi. Biri oldirsa, yana biri egri besiqlikni xohlaydi. Biri kulsa, yana biri yig'lashga boshlaydi. Xushal bo'ldim deganda qayg'u keltiradi. Qayg'urdim deganda shod kuldiradi. Ey baxtlik Ali, men shuningdan ansiraymanki, chiqimchi, ya'ni odamiy ishlar chiqishtirib qolsa, diling ranjiydi, menga ta'tir qarab qolasan. Xizmatim bekor bo'ladi, yuzingni o'raysan. Tilekim va iltimosim shu. Meni kim chiqishtirsa, mendan ahvolni so'rag'in. Tegiga yetkichi so'rishtir, ko'p so'ra. Nima aniqlansa, darhol chora ko'p. Sana kim meni chaqsa, so'zini angla. Rostini yolg'inini so'rag'in. Tegi taxtini surishtir. Burunqi kishilar bak yaxshi aytgan ekan. So'zni angla, lekin hammasini ko'nglingda tutma. Buningdan yaxshiroq yana bir so'z bor. Buningga amal qil, ey yaxshi kishi. Hamma so'zni angla, kerak bo'lganini ko'nglingga ol. Keraksiz so'zni shu yerda qaytirib et. So'zlarni anglag'in, lekin rost yolg'inini tekshir. Rostini o'zingda qoldir, yolg'inini jazolig'in. Yolg'onchi kishi bilan dunyo buziladi. To'g'ri chin kishini do'st tut, ey huquqdor. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig javob berib dedi: "Ey kishi, hojiting tiligining ravo bo'ldi. Qodir Xudo sana odamiylikni ato qildi. Diling, tiling, harakating va nomingmi to'g'ri bo'ldi. Sendan qandoqmi yomon harakat sodir bo'ladi? Sana yaxshi qiliq oq sut bilan kirgan. Seni menga chiqib so'zligichi kishilar men uchun ashaddiy dushmandir, ey bilimi kam. Mayli ko'p so'zlisin, mayli oz so'zlisin, ularning so'zini qandoqmi anglayman. Yaxshi bilan yomonni ayrimasa, aldi qandoqmi ulug' hokim bo'g'ili bo'ladi. Idrok bilan to'g'ri agrini ayriyanmasa, qandoqmi xalqni boshqaradigan bag bo'la oladi. Sinalgan kishini yana sinab yursa, kelgusi kunlarda elni qandoqmi boshqara oladi. Agar to'g'ri bilan yolg'onni doim farqlantiramasa, qonun chiqaruvchi qandoqmi orzusiga yetadi. Bugun Xudo seni menga haqiqiy ato qildi. Sen bilan nurg'un chigish tugillar yeshildi. Ortiq mehribonlik, ya'ni samimiylik bilan xizmat qilding. Non tuz haqqimni ado qilding. Men endi buningga yaxshi javob qaytarishim kerak. Sana nisb bo'lsa, tirikligingda asqetib qola. Odillik bilan xalq ichida donq chiqargan yaxshi kishi nima deydi, angla. Kishilarga munosib odamgarchilik qilguvchi kishilarning yaxshisi sarxili. Kishiga odamgarchiligiga munosib javob qaytur. Ana shundoq javoblik bo'g'ini uchun kishiga odam degan nom berilgan.
Ögdilmişning Aliga javobi. Ögdilmiş javob berib dedi. Alik halovat ko'rsin, alga bilim yetkizsin. Xudo ikki dunyoning yaxshiligini ato qilsin. Arzu tilak, umidlari qo'lga kelsin. Davron uning bo'lsin. U xohlagancha aylansin. Zaman uning tiliginicha o'tayversin. Ey ko'ngli to'g'ri, mijozi kamtar, ishonchli hokim. Ko'p yasha, omon bo'l, baxtiyor hayot kechirgin. Menga sendan ko'p yaxshiliklar keldi. Qadrlandim, boyliqqa, yemak-ichmak, kiyim-kechakka ega bo'ldim. Mana men xizmat uchun qattiq bel bog'ladim. Xudo tavfiq bersin, ey cho'nqur bilimlik. O'gdilmish yana dedi. Ey baxtlik Ali, Xudo yaxshi nomingni dunyoga yoydi. Xudo baxt berdi, yaxshi nomingni tila. Baxtga erishganda ko'nglingni yaxshi tut. Davomliq bag bo'lay desang, ro'shanki buni 4 narsa kerak. Ondan baylikdan bahramon bo'lasan. Birinchi, tili to'g'ri, so'zi ishonchlik bo'lsa. Ikkinchi, alga baxt beradigan qonun chiqarsa. Uchinchi, qo'lini echib sexiy bo'lsa. Xalqqa mehribonlik yetkazsa. To'rtinchisi shuki, botur va jasoratlik bo'lib, dushmanning bo'ynini egib, ishni salamjon qilsa. Qaysi bek bu 4 ishni to'liq ado qilmasa, shuningdan keyin alga ixtilof tushidi. Beylikning uri va yiltizi shulardan iborat. Yaxshi baglarning yo'li izmi shudir. Yo'lingni buzma, shu iz bo'yicha mang. Sendan bulunqilarning yo'limi shu edi. Qaysi beg bu yo'lni tashlab chatlab ketsa, baglikini buzadi, o'ngishlikqa ega bo'lolmaydi. Ey Ali, buni 3 turli kishini qadrla. Buni sana aytay, zihningni qo'yib angla. Birinchisi jasur margan, quruch yuraklik yigit. Bundaqlar qilich bilan alga ko'p foyda keltiradi. Ikkinchisi dana bilimlik al hokimlari. Bular kengashga foydaliq, ishni ro'naq topqizadi. Uchinchisi zirak va chiroyli yozadigan katiblar bo'lib, kirim chiqim hisobini bilsa, xazinini to'ldiradi. Sen bularni ayrimcha boshqalardan farqlantirib tut. Foydasiga munosib holda qadrla, in'om qil. Hamma ishlaring tartibga tushib, bara-bara rivoj topadi. Ilmning kuchi ortadi, yering kengayadi. Noming yaxshi bo'ladi, shuhrating chiqadi. Dunyo xalqi yuzingni ko'rishga intiladi. Kishilarning donosi bek yaxshi aytganki, odam o'lsimi nomining yaxshiligi o'lmaydi. Qarag'ana, kishining nomi yaxshi bo'lsa, o'zi o'lsimi nomi o'lmaydi. Bu nima degan yaxshi? Yaxshi nomga ega bo'lgan kishi o'lib qor yer qetida chirib yotsimi, uni tirik hisobla. Tiriklikni izdama, yaxshi nom chiqarishni izda. Noming yaxshi bo'lsa, tirik va shod yashag'ing shu. Qandoq yashash va qandoq yaxshilik qilish kerak? Buni menga aytib ba, ey bilimlik dana. Haqiqiy yaxshilik chillik va to'g'rilikdir. Yaxshilikning o'zi hayotlikdir. Kimki yaxshilik bilan harakat qilsa, tirik yashagan bo'ladi. Kimiki yomonlik bilan harakat qilsa, tirik turib o'lgan bo'ladi. Dunyo o'tib ketadi, yaxshi ish harakat mangu qoladi. Yaxshi qiliq bilan yaxshi odat yo'qolmaydi. Bevafo dunyo sendan yuz o'rganda, asqatidig'ini qilgan yaxshiliqingdir ey qo'zam. Ey Ali, bu dunyoga heris bo'lma. U vafo qilmaydi, buni yaxshi bil. Bu dunyo ishlarini bir o'yin hisobla. Oyoqlashishini xohlasang, yangi boshlanishini ko'ztadi. O'yinga qaytilma, sagak bo'l ey qudratlik.
Oyunga ketilsang boynun bağlanıdı. Dikkat kılsang kitapta bek yaxşı yazılgan. Bu sözlerini unutma ey dili zerek. Qara, bu dünyanın işleri bir heyli neyrangdır. Neyrenge arlaşma, bunun nemi keregi ba? Egening buyruğunu orunda öz qulluqingni qil. Agar unda qilmasang, beshingning ketishi aniq. Ey Ali, mening bilganlarim ana shular edi. İçim ve teşimdeki hammani sana bayon qildim. Sözümni anglasang angla, agar anglamasang va menga ishonmasang, shaksiz bir kuni o'zing ko'rib qolasan. Alining o'gdilmishga javobi. Ali aytdi: ko'nglimni tuz tutib, bu ishga Xudodan tavfiq tilayman. Talab qilsa, Xudo yordam madad beradi. Men uchun ro'shan bo'lmagan bo'lsa, sen yo'rtib be. G'ayrat qilib sirtdagi nurg'un ishlarni ko'zat. Sagak bo'l, quloq, ko'zingni ishtik qil. Kuching yetishcha ishla, menga yo'lanma. Yana ba'zi ishlar qolsa, sana yordamlashaman. Ali sözünü tugatdi, og'zini yumdi. O'gdilmish asta o'rnidan turib sirtqa chiqdi. Etini minib, yana uyiga keldi. Uyiga kirib to'nini yashdi. Kechida uxladi, ertiganda yana otlanib saroyga bordi, etidan tushib ichkari kirdi. Shundan buyon o'gdilmish g'ayrat qildi. Tik turib nurg'un ishlarni bajardi. Xalq halovatga yetdi, dunyo tuzaldi. Ali xotirjam bo'ldi, shodlandi. Eli yaxshi duo bilan madhiya so'zlarga to'ldi. Nomi mangu yo'qolmaydigan bo'lib qoldi. Qara, yaxshi qonun nima degan yaxshi? Qonun nizomlar bilan baglik o'ri tura oladi. Xalqqa ana shundoq bag boshlamchilik qilsa, xalqmi, almi hammasi paravon bo'ladi. Xalqmi itoatkor, qiliqlari to'g'ri bo'lsa, ondan baglarning kuni yo'riq bo'ladi. Bu baglar Xudodan avatilgan yo'l boshlovchilardir. Xalq yaxshi bo'lsa, bagmi yaxshi bo'ladi. Xalq yomonlik qilsa, bagmi yomonlik qiladi. Yomonga yomonlik qilsa, ondan yomon tinadi. Xalq yurish turishini tuzilsa, begimi xuy paylini tuzatadi. Baglar xuy paylini tuzatsa, al tuziladi, tasilanadi. Shunda qilib kun oylar, zamonlar o'tdi. Dunyo go'zallashdi, xalq boy bo'ldi. Tuman to'zonlar tarqidi, tang yo'ridi. Hamma bulg'inishlar tuzaldi, tozalandi. Ali yana Xudoga shukr qildi. Tuman madhiya bilan hamdu sana o'qidi. İrfan elektron şirketi turli lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshirib qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. 76. O'dg'irmishning kasal bo'lib, o'gdilmishni chaqirganligi aytiladi. Kunlarning bir kuni kechida o'gdilmish amdili bosh qo'yib yotay deb turadi. Darvoza oldida ovoz anglandi. Biri unlik chaqirdi. O'gdilmish darhol odam avatib qarab baq dedi. Xizmatchining o'gdilmishga javobi. Xizmatchi qarab kelib dedi. Bir kishi turadi, so'zim bor, ko'rishatdim deb ijozat so'rayotdi. O'gdilmishning xizmatchiga savoli. O'gdilmish yana dedi. Berib so'ra. Nima so'zi bor ekan? Nima deydi? O'zi kimkan? Xizmatchining xabarchiga savoli. Xizmatchi yana chiqib xabarchidan. Nadin kelganligini, tilikini,
va o'zining kim ekanligini so'radi. Xabarchining xizmatchiga javobi: bu odam dedi, meni o'dg'irmish avatdi. So'zim bor, uning qarindishini ko'ray. Qani? Xizmatchining o'gdilmishga javobi: xizmatchi ufqib qaytib kirdi. Xabarchining nima deganligini aytdi. Qarindishining ish bilan avatganligini dedi. O'gdilmishning xabarchiga savoli. O'gdilmish darhol o'rnidan turib uningga yo'l berdi. Bu odam uyga kirib uningga salom qildi. O'gdilmish qayerdan kelding deb so'radi. Tiliking nima? So'zingni ayt, ey dona dedi. Xabarchining o'gdilmishga javobi: u dedi, meni o'dg'irmish avatdi. Seni kelib menga bir yo'liqsin dedi. Ahvoli ig'irlashdi, hasrat chekib yotadi. Uningga bir yo'liqqin, ey dili yaqin. O'gdilmishning xabarchiga javobi: o'gdilmish javob berib dedi, kal, bir narsa yegin, ondan billa borayli. Xabarchining o'gdilmishga javobi: xabarchi unimidi va dedi, qarindishingning ahvoli yomonroq, ey bilimli kim, ketib qoladigandek turadi. Men sendan avvalroq boray, sen oldirmay orqamdan bag'in, ey xushbeil. Xabarchi darvoza oldidan tez uyiga qaytdi. O'gdilmish hayron bo'lib, qo'llarini uvulab qoldi. O'rnidan turib, qayg'uli qoldi, uyga kirdi. Xushalliqi yo'qoldi, hasrati ulg'aydi. Biroz yetib baqdi, uyqusi kelmadi. Bir kecha bir yildek uzab ketdi, yotolmadi. Uxlamoqchi bo'lib ko'zini yumgan edi, uyqusi qochdi, ko'zidan uyqu yiroqlashdi. Yana o'rnidan turib uzun o'ltirdi. Oltin tong etish uchun o'q yosini batladi. Chimanzorda bulbul xush ovoz bilan sayridi. Ishq ahllari anglab ko'ngli hayajonlandi. O'gdilmish etini minib, qarindishi tarafga mangdi. Ichkariga kirib, qo'l yuzini so'yib ko'rishdi. Qarindishiga qaradi. Putini uzitib yetibdi. Chopinini to'shak, yengini yostiq qilibdi. O'gdilmishning o'dg'irmishga savoli. O'gdilmish so'radi: sana nim bo'ldi, ey qarindosh? Seni ko'ribli ko'nglim bir aram bo'ldi. O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi: o'dg'irmish aytdi, ey qarindishim, yo'lim ko'rinib qoldi. O'lim tutqoqlikqa tutdi, ketib qoladigandek qilaman. Sening yuzingni bir ko'ray deb, seni ovora qilib bu yerga chaqirdim. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi: o'gdilmish javob berib dedi, ey jinim, inson hayotla bo'lsa, kasalga giribtor bo'lib turadi. Ko'nglingni yomon qilma, tilingni yig'. Kasallik gunohga kafarat bo'ladi. Bilimlik so'zi nima deydi, angla. Bilim ko'ngilning chang to'zingini tozalug'ichidir. Qara, kasal sen uchun gunohga kafaratdir. Gunohsiz kishi kim? Menga aytib berginchi. Kishi og'risa, barcha gunohlari to'kiladi. Gunohlari to'kilsa, kishi qutlug' bo'ladi, ey palvon. Barcha kishilar ozdir ko'pdir gunoh qiladi. Gunohsiz kishi bu dunyoda oz uchraydi. Kesaling yaxshi bo'la, eson bo'lasan. Gunohlaring tozalanib, savobga ega bo'lasan. Nemishqa eg'zingdan noxush so'zlarni chiqarasan? O'lishingni qandoq bilding, ey ko'ngli tuz? O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi. O'dg'irmish javob berib dedi: buning sababi shuki, o'limimni Rabbim tushimda ayon qildi. Ko'rgan tushimdan menga ro'shan bo'ldi. O'limim men uchun tushunishlik bo'ldi, ey palvon. Xudo yaxshi yomonlikni qazoni bildirmoqchi bo'lsa, uyquda yotganda tushida ayon qiladi. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: bu so'z ancha yaxshi emas, ey ko'ngli tuz. Kishi kasal bo'lish bilan o'ladigan bo'lsa, yer yuzida tirik odam qolmagan bo'lar edi. Odam bolasi tirikkan, kasal bilan og'riydi. Har bir kasal o'lim bilan hayot yiltizini kesmaydi. Odam yetib uxlasa tush ko'radi.
uni o'rguvchilar yaxshilikqa qaratib ta'bir beradi. Yetmiş yettinci. Ögdilmiş, olgurmuşqa tuş tabirini eytidu. Oldi bilen tuş öğriş ilmini yaxşı biliş gerek. Andın yaxşı oylap tabir berişki boludu. Tushni öğriş her türlük boludu. Onun hammasini biliş gerek ey ah ko'ngil. Bilmeydiğin kişiga tushini echib aytma. Biladigan kişiga tushini ayt, ammo kechida aytma. Keçidi kögen tushunun tabiri başqa. Agar kunduzi tush ko'rsang, ko'rinishi yana boshqadir. Tush ilmiga nazar solsang, sharti bek ko'p. Oldi bilan buni bilish, aql ishlatish kerak. Tushni o'z ko'nglingga kelgunicha o'rmasliking kerak. Yoki ko'rganlik kishiga aytmasliking kerak. Hamma tushni tush deb o'rayvermaslik kerak. Bu tushning tabiri bek ko'pdir, ey dona. Tushki tabir berma, tabir bersang bilim bilen be. Qiyosan ma'nisi bilan yaxshi selishtiribki, kishi tush ko'rsa, tabirini so'rashga boradi. Tabir berishni bilmasa, tushning foydasi yo'qaydi. Bilimi dengizda kishi nima deydi, angla. Bu so'zga amal qilib, yuzingni yo'riq qil. Tush tabirga qaraydi. Tushki yaxshi tabir ber. Tigi tahtini bilgin, aql bilan qara. Tushni qandoq o'rasang shundoq bo'ladi. Tushni yomonlikqa o'rma, sana ziyni tegadi. Ko'p ishlar bo'ladi-ki, bu yemak ichmakka bog'liqdir. Yaramas yemakliklarni yegan bo'lsa, tush qalaymiqan bo'ladi. Yana bir xil tush yil fasliga bog'liqdir. Kishining xilitlari kuchayib, tush shuningga tortib ketadi. Yil fasli bahor bo'lib, odam kichik bo'lsa, hammani qizil, yerni qora ko'rsa, ro'shanki uning qani kuchaygan bo'ladi. Uningga aytgan ma'lum miqdorda qon oldirsin. Yil fasli yoz bo'lsa, tush ko'rguchi yigit bo'lsa, tushida seriq, hol yoki zaparang sho'x ranglarni ko'rsa, saprosi kuchaygan bo'ladi, ey dona. O'zini bo'shitishi, taranjivil ichishi kerak. Yil fasli kuz bo'lib, tush ko'rguchi o'ttir yosh bo'lsa, tushida qora tog', quduq, cho'nqurliq ko'rsa, savdosi kuchaygan bo'ladi, ey qarindosh. Dori ichishi, mengisini tozalash kerak, ey adash. Yil fasli qish bo'lib, tush ko'rguchi qeri bo'lsa, tushida oqar suv, muz, qor, mo'ldir ko'rsa, qara, uning balg'imi eshib ketgan bo'ladi. Issiqlik yegizish, dori ishkizish kerak. Yana biri qalaymiqan tushlarmi bo'ladi. Bundoq tushga ta'biri yo'q, ey qudratlik. Kechida o'ylanib yotsa, shuni tushida ko'rsa, uningga ta'biri yo'q, ta'bir maskanmaydi. Yana bir xil tush bor, u shaytondan bo'ladi. Bundoq tushni ko'rgichilar g'usl qilish kerak. Yana bir kishi tushida o'z hunurini ko'rsa, buningga ta'bir yo'q, ey mag'rur yigit. Bularning hammasini bilish, aqlni yetkazish kerak. Ayirib, farqlantirib, ondan ta'bir berish kerak. Ta'bir berguchi hakim nima deydi, angla. Kim tush ko'rsa, ta'birini o'zi so'rashi kerak. Ko'rilgan tushga bilib bilmay ta'bir berma. Tushni qandoq o'rasa shundoq bo'ladi. Tushda g'am qayg'u ko'rsa, o'ngida shodlik ko'radi. Shodlik ko'rsa, yig'lab qayg'uradi. Tushga ta'bir berish bir xil bo'lmaydi. Buni bak o'ylab aytish kerak, ey oq ko'ngil. Qara, avom tushining ta'biri boshqadir. Baglarning tushini o'rish yana boshqadir. Tushda xushallik, o'yin tomosha ko'rsa, g'am qayg'u payti yetib keldi degan so'z. Yana tushda yig'lab hasrat cheksa, rohat bilan shodlanadi,
ming shodlikqa erishadi. Yana shundoq tushlarmi borki, uning ta'biri sana emas, boshqalar uchun foydali. Demak, tush odamga qarab o'riladi. Uningga yaxshi ta'bir berilsa, aqlga yaqin bo'ladi. Qara, tush shundoqki, ba'zilar ko'rsa sog'lom bo'ladi, shu tushni ba'zilar ko'rsa kasal bo'ladi. Ey qarindosh, buning hammasini bilish kerak. Ondan tushni o'rish kerak, ey do'st. Sening tushun qandoq? Menga aytib ayt. Shunaga qarab, ayirib, farqlantirib ta'bir beray. Yetmiş sekkizinci. O'dg'irmish o'gdilmishki ko'rgan tushini aytdi. O'dg'irmish javob berib eg'iz ochdi. Men so'zlay, ko'nglingda tut dedi. Tushimda shot ko'rdim. Uning baldiqi 50 edi. Egiz ham kang bo'lib, oldimda tiklab qo'yilgan edi. Mana baldiqini bir-birlab besib, yuqori o'rladim. Beshiga chiqqanda baldiqni sanadim. Shotining beshida bir qassob menga suv berdi. Uni elib tugitib ichdim, o'zimni qondirdim. Uningdan keyin ko'tarilib osmonga uchdim. Bag'an siri o'rlab osmonga singib ketdim. Yetmiş dokuzuncu. O'gdilmishning o'dg'irmishning tushiga ta'biri berganligi aytiladi. O'gdilmish javob berib dedi. Bu tush nihoyat yaxshi tushdir, foydasi bek ko'p. Nima uchun o'zingga nomuvofiq ta'bir bersan? Tush ta'biriga qarab mangadi, ey oq ko'ngil. O'rlash hamma tushda qadrlik bo'lish belgisidir. Kishi o'rliginicha ulug'liqqa ega bo'ladi. Tushda qancha o'rilsa, baxt davlati shuncha ziyoda bo'ladi. Qadr qimmatga 100 obro'yga ega bo'ladi. Baxt shoti bilan o'rligandek o'rlaydi. Ulug'liq bilan aldi nomi mashhur bo'ladi. Bu so'zga munu so'z dalil bo'la oladi. Tush o'riguchi tushni yaxshi o'rigan. Tushdagi shota azizlikning belgisidir. Baldoq ko'tarilish qadrlik bo'lishning alomatidir. Qancha ko'tarilsa, shunchalik qadr qimmat topadi. Dunyo meli va baxt davlatga ega bo'ladi. Idishtik suvni elib ichganliking hayot asosining uzun bo'ladiganligidir. Ushib osmonga ko'tarilib o'rlaganliking nima tilasang, Xudo tilakingni berdiganligi. Saksoninchi. O'dg'irmishning bu tushga boshqacha ta'biri berganligi aytiladi. O'dg'irmish javob berib dedi. Bu tushimning ta'biri mundaq emas. Ey tang tush do'stim. Bu tushni sen uxlaganda ko'rgan bo'lsang, ta'biri sen aytgandek o'ngishliq bo'lgan bo'lar edi. Sening barliq himmating bu dunyo uchundir. Bu dunyoni orzu qilganlar bu dunyoga erishadi. Men bu dunyoni tashlab qochgan odamman. Qara, mushaqqat chekib bu yerda turibman. Tush ta'birini menga to'liq o'rmiding. Angla, bu tushni men sana o'rib beray. Egiz baldoqlik shot ko'rganlikim mening ta'birimcha tiriklikdir,
ay qarindosh, shotining beshigacha ko'tarildim. Demak, yeshimni tugatdim, rizqimni yeb bo'ldim. Beshiga o'rliginimda qassob kelib menga bergan suvni elib ichdim. U qassob otiliqlarni otisiz qilg'uchidir, ay qilqi pak. Qara, u shundoq qassobki, ravoj topganlarni buzg'uchi, jonliqlarni tirik qo'ymag'uchidir. Idishdagi suvni butunlay ichganlikni hayotliq deb ta'bir berib, yeshimni uzartdim. Yerimini issa, yerim o'lishi qolsa, sen aytgandek suv hayotlik belgisi. Suvning yerimini ichib, yerimini qo'ygan bo'lsam, hayotimning yerimi qolgan bo'lar edi. Lekin idishdagi suvning hammasini tugal ichdim. Demak, hayotimni tugatdim, esan yaxshi qol. Aqlliq dono nima deydi, angla. Donolarning so'zini so'zning negizi deyish kerak. Tushida jamdik suvning yerimini ichsa, hayotlikning yerimi tugidi, yerimi qarz qoldi. Agar suvni tugitib tugal ichsa, hayotlik tugidi, go'r qezildi degan so'z. Yuqori uchib osmonga ko'tarilishim, yeshil ko'kka o'rlab havoga singib ketishim, pak jinimning qepidan chiqib, yenib kelmasyaga uchib ketganligidir. Demak, Xudo tushimda menga belgi berdi. O'limga tayyorlanishim kerak, ay palvon. Bu tushning ta'biri ana shundoq. Menga boshqacha o'rading, ay qudratlik. Sen mening ko'nglimni yaxshi qilmoqchisan. Lekin o'lim hamon keldi. Dori darmoni yo'q. Endi qarab baq, ay dili zirak. Bo'z yerlarni o'lim o'ngtay to'ngtay qilyapti. Qanchalagan qasr o'rda bezaklik saroylarni o'lim buzdi. Uningdan xarobalar qoldi, hayhot. Qanchalagan mag'rur, jasur, buyuk baglarni o'lim yerga tiqdi, nazar sol, ay tirik. Qanchalagan kuchlik bilaklar to'plagan dunyoni o'lim kelib chechivatdi, pak-pokiz tugatdi. İnsan tug'iladi, o'ladi. Bu hayron qolarlik emas. Hamma nafas og'uvchilar o'limga mahkumdir. Qara, ajablanarli shuki, o'lgichi vujud o'limini unutib, eg'iziga elibmi qo'ymadi. Bu g'ofil inson o'ladiganligini biladi-yu, lekin o'zidan g'aflat uyqusini neri qilmaydi. Qara, o'lim haqdir, uningdan kashkila bo'lmaydi. O'limdan keyin ahvolim qandoq bo'ladi ekan? G'amim shuki, ay ko'nglimdagi do'stim, o'limdan keyingi ishlarimga Tangrim rivoj bersin. Bariga qanoat qilib kun kechirdim. Rohat mushaqqatlar o'tib ketdi, kechilarim yo'ridi. Qo'limni qisqa tutdim, tovar dunyo yig'madim. Arzu havaslarga ko'ngil bermadim. O'z yuklarimni bugungi kunga atab saqladim. Barliq gunohlarimni yengillatishni tiladim. Bilim, pand, nasihat va tarbiya berguchi mehribon kishi nima deydi, angla. Bexud bo'lma, g'ayrat qil, yukingni yengillat. Yo'ling qildin nozukdir, o'zingni to'g'rila. Bugun yotma, amgak qil, ishingni rivojlantir. Tatgan mushaqqatlaringni ketar vaqtingda unut. Yana shundoq dedi. Ay chin mehribon qarindosh, men ketaman. Orqamdan sen kelasan, ay do'st. Sana bir necha eg'iz so'z qilay. Meningdan keyin sen uni unutma. Hayot vaqtimda o'zim sana mehribonlik qilay. Mendan keyin bu so'zim mehribon bo'lib qolsin. Seksen birinci. O'dg'irmishning o'gdilmishga pand nasihat berganligi aytiladi. So'zim shu, bexud bo'lma, ay qarindosh. Hayoting va umringni yomon ishlar uchun behuda zoya qilma. To'g'ri bo'l, to'g'rilik yo'lidan adashma. Bu yo'l orzu tilakka yetkazadi, buni bil. Barcha jonliqlarga mehribon bo'l. Dilingni va tilingni tuz tutib Xudoga ibodat qil. Dunyo g'amini ozroq qil,
ibodatni ko'proq qil. Aldırğanda temkin bol, g'azablanganda muloyim bol. Ölümünü unutma, tayyorlig'ingni qil. O'zingni unutma, tüp aslingni bil. Dunyoga oshko'zlik bilan ko'z tashlama. Bu dunyo qoladi, sen pushaymon bilan yig'lab ketasan. Xudoning hukmiga rozi bo'l, beshingni nima kelsa ko'tar. Payti kelganda xalq foydaliq bo'l. To'g'ri so'zla, va'dang to'liq va ishonchli bo'lsin. Nodon kishilarning va'dasi yolg'on bo'ladi. Ochiq chiroy, shirin so'z, yaxshi qiliqliq bo'l. Shunday qilsang, davr kulib boqadi, baxt keladi. Sehi va kamtar bo'l. Kishilarga non tuz yeguz. Kishilarning aybini ochma, yo'gap yo'shirg'in. Havoyi havasni bos. G'azabing kelganda o'zingni tut. Vujuding agri yo'lga mangadigan bo'lsa, uni yig'. O'z foydangni ko'zlama, xalq foydasini ko'zla. Eg'ringni xalqqa ortma, o'z yukingni o'zing ko'tir. Mal tovarlaringning hammasini o'zing uchun sadiqa qil. Xalqingni shadxoram qilgin, ey ulug' olim. Qara, kishilarning sarxili kishilar uchun fidoi bo'ladi. So'yimlik dinini qurbon qilish badaliga kishilarga shodlik tilaydi. Bilimlik, aqlliq, mengisi o'tkir, tanlangan sarxil kishi bak yaxshi aytgan. Foydali kishi kishilarning sarxilidir. Mehribon kishi bo'lsa, kishilarning ulug'idir. Qara, kishilikning nomi ikki narsadan iboratdir. Biri mehribonlik, yana biri sehi bo'lib mol berish. Qarag'ina, aql buningdanmi yaxshiroq so'zlaydi. Aqlning yo'lini tutsa, foydasi ko'p bo'ladi. Sehi deyishidu, sehi degan kim? Sehi jinini pido qilib, kishining haqqini ado qilg'uchidir. Oltin kumush ulashtirsila sehi bo'lavermaydi. Sehi jinini xalqqa pido qilg'uchidir. Sehi odam xalqi mol tovarini suvdak eqitsa, xalqni yugurish berib, uning atrofiga to'plashadi. Dunyoning shon shuhrati ikki narsadan iborat. Biri mol dunyo, yana biri bo'lsa 100 obro'ydir. Bu ikkisiga ega bo'lib 1000 yil yashasimi, oxiri o'lim yetib kelganda ahvol boshqacha bo'ladi. Avam puhraning himoyasiga ega bo'lsa, baglik yuksaladi, ko'tariladi. Uzangi mahkam bo'lsalar, chavandoz tizginni ching tutalaydi. Mana dunyo davlatning, avomning darajasi ana shu. Buningga yetishkira bo'lmaydi, yetishganda bag qiyriqan bo'ladi. O'zingni ko'chmani hisobla. Sening noming ko'chmandir. Oxir bir kuni seni ko'chirgichi o'lim yetib keladi. Ko'chirgan kishi o'rda saroy yasamaydi. Yo'lovchi kishi yil oylab yo'lda to'xtamaydi. Ey qarindosh, o'zingni bir yo'lovchi deb hisobla. Ortiq shodlanma, to'limi kulib ketma. Bu dunyo o'tkinchidir, sana qolmaydi. Sen o'lgichsan, o'ladigan kuning belgisiz. O'limning tirniqi doim tayyor turdi. G'aflatda yurganda qarmiqi darhol ilidi. Bu dunyo bir oshdir. Bu oshni yeganlarning nomini o'zing ayt. Mening aytishga jur'atim yo'q. Tilak orzularga to'la intilma. Havoyi havasni yig'. Kishilarning g'aybatini qilma, tilingni kekash qil. Ko'ngli saga kishi nima deydi, angla. Bu so'zga amal qilinsa, ziyon kelmaydi. Tilak orzularga intilish bak shirindir. Lekin shirinning ati ochiq so'ri qilma ba. Shiringa tetiqsiz, tatliqqa ochiq, ko'tarilishga tushish, egizga cho'nqur ba. Bu dunyo tamoman qizning xulqiga o'xshaydi. U seni aldab qo'ymasin, ey xushbeil. Sana o'xshagan talaylarni nobud qildi. Aligdek talay baglarni u dunyoga ko'chirdi. Sizlarga ko'z tikdi, qo'lini berdi. Endi sen g'ofil bo'lma, ey qiliqi muloyim. Nima bergan bo'lsa, bari bir yana oladi.
qanchalik to'plagan bo'lsa, baribir yana chachidi. Qanchalik kuldirsimi, bir kuni yana yig'latadi. Qanchalik ro'naq topqizsimi, yana buzudi, vayron qiladi. Bu dunyoning qiliqi jafo, qilmishi pastkashlikdir. Yo'riqligi azroq, butun borliqi tutundir. Yasinib kishiga o'zini ko'stidi. Ko'ngil berib qo'ysang tirajab turib oladi. Shekar bilan parvish qiladi, ochiq zahar beradi. Bevafo baxtning qilmishi ana shu ey dona. Mashhur taqvodor nima deydi angla. Yomonlikdan ehtiyot qil ey davlat egisi. Qilib qiladigan dunyoga ko'ngil bermas saqlan. Bu dunyo jafo sag'uchidir ey sabrchan. Qara, bilimlik, aqlliq, zihni to'lgan, tanlangan sarxil kishi bak yaxshi aytgan. Bevafo baxtga ergishib, to'g'ri yo'lingdan adashma. Diqqat qil, baxt ishonchsizdir, qiliqini o'zgartiradi. Dunyo davlat kunlari bir ko'langidir. Ko'langa birli yerda ravurus turmaydi. Diningni qadrla, bu dunyoni qadrsiz tut. Dining seni qadrli qiladi, ey bilimi daryo. Rahat farog'atingga mabtun bo'lma, xushal bo'lma, o'zingni tut. Xudoni yodlab ibodat qil, uningga seg'in. Ey qarindosh, davlat seni mast qilmasin. Ho'shingga kelganda shubhisiz ko'zing yoshga to'ladi. Bu xalq beginimi deydi angla. Uning aqli yetilib so'zni sinab so'zlagan. Davlat kelib kimni mast qilgan bo'lsa, qora yer qetig'iga kirganda nola qilib yuragi yeriladi. Ulug'liqqa mast bo'lib kim noloyiq ish qilsa, keyin qora yer qetida azobini tatadi. Yigitlik va boylik yoki baxt mastligi sharob mastligidan battardir ey irodali kishi. Agar mayxo'r may ichmas bo'lsa, uxlab qolsa mastligi uyqusida yeshilib ketadi. Bu davlat mast qilsa, kishi uzungacha o'shiga kammaydi. O'lim tutmoqcha uxlaydi, uyg'onmaydi. Namun qul ekan, sen baylarning ishini qilma. O'zingning qulligini qil ey yaxshi kishi. Hayotlik kuning bak uzun emas. Ulug'liq shuhratimi bak uzoq davomlashmaydi. Necha ming yil yashasimi odam o'ladi. Bir-biriga tutashgan badan parchalanadi. Buningga taqlidan endi bu so'zni angla. Buni esingda tut, sal qarama. Tilak, orzu, ne'matlardan sen tugal bahramon bo'lsangmi, obi hayotni tepib ichib olgan bo'lsangmi, qo'lingni so'zib agar osmon gumbizini tutsangmi, beshing osmonga taqashgan bo'lsa-mu, yana yerda turasan. Sana to'g'ri so'z qilay, ey qarindosh. Sendan nimani yoshiray, ey sirdishim. Qara, bu dunyo melini, turlik nozu ne'matlarni, go'zal yuzlarni, yiqimli qiliqlar va nozlarni kishi qandoqmi so'ymasin? Rohat, or, ne'matlarning hammasini tashlashim uchun vafosiz dunyo menga bu ishlarni yapti. Bu dunyo kishini Xudodan yiroqlashtiradi. Yaxshi ishlarni qilg'izmaydi, qilishga yo'l qo'ymaydi. Mana shu qo'rqinishdan donolar dunyoni tashlab jahon kezib mushaqqat chekib yugurib yuradi. Ba'zisi tog'larda yugurib yuradi, o'nkirni makon qiladi. Yemiki o'tchib, ichishi yomg'ir suyudir. Ba'zilari bayomon kezib yugurib yuradi. Xudodan qo'rqib hasrat chekadi. Ba'zisi janda kaygan, mukchaygan. Ba'zisi ko'zlari yoshli qoldi, jahon kezadi. Ba'zisi osh tomoq yemay o'zini jututadi. Ba'zisi kechida yotmay tik turib tong atqizadi. Sagak kishilar ana shundoq yuradi. Biz behud g'aflatda qolgan kishilarmiz. Ey qarindosh, sen endi o'zingni ko'zatgin. Dunyo sening bo'ldi, boshliq bo'lding. Havoyi havasni boz, aql ishlatib nafsning bo'ynini siq. Arlik nishonasi, aql belgisi ana shudir. Bu ikkisi bilan ar kuchini yo'qotadi. Buningga kim qul bo'lsa, azob chekishga majbur bo'ladi. Shunday qilib, men bugun ayrilib ketyapman. Seningmi boradigan yo'ling shu, kal, yaxshilik qil.
Yamanğa qetilma. İş hareketini yaxshi qil. Yamanlar ikkili dunyoda o'ziga palokat keltiradi. O'limdan avval ishlarini tuttirgan dili pishiq kishi nima deydi angla. Ey yamanlik qilishda bo'g'ra tugidek yurakli inson, yamanlik qilma. Yamanlikning nesibisi o'g'idir. Ey kang yo'lga ega bo'lgan xalq o'ktimi? O'lim tez yetib keladi, amal chorasini qil. Ey men deguchi, meni so'y deguchi inson, o'limga hozirlan. U seni bak so'ramoqda. Ey bu dunyoning osh tamaxo'r quli, o'lim seni tutishni tama qilmoqda. O'dg'irmish so'zini davom qilib dedi. Ey qirindishim, hasrat bilan ketayotaman. Bugun ikki narsaga bak echinmoqdaman. Biri bir xudo ibodati qilyotadi. İkincisi egamni tilimda yod etanmadim. Bugun yo ati ko'zim yumilsa, men sizlarning duoyinglarga muhtoj bo'laman. Duoda meni unutma ey qarindosh. Mendan keyin senmi izbes kelasan. Mana mening ahvolimni ko'ryapsan. Sana ibrat bo'lsin, amal chorasini qil. Elib ketgili o'lim keldi, hasrat bilan ketayotaman. Mendan keyin sana keladi, senmi tayyorlik qil. Bugun hasrat bilan judo bo'lmoqdaman. Yana qachon ko'rishimiz, buni Xudo biladi. O'lish vaqtida beshini yaga urib noligan o'lgichi kishi nima deydi angla. Pushaymon bilan o'layotaman, ko'z nurim oqmoqda. Bu o'lim halovatimni halovatsiz qilmoqda. O'limdan keyin meni ikki yo'l kutadi. Ikki yo'ldan qaysisiga boramankin Xudo biladi. Yana ta'kidlab aytdi, ey mehribon qarindosh. Mening qayg'ularimga sen ko'nglingni bearam qilma. Mendan keyin yig'lama, ko'nglingni tushirma. Ko'nglingni bos, duo qil, jur'atlik bo'l. Ortiqcha yig'izori qilma. O'zingni savrchan tut. Bu Xudoning amridir. Tilingni yig'. Yur, endi qaytib uyingga bor. G'am qayg'u bilan ko'nglingni azoblama. Sana barliq kerakli so'zlarni aytdim. So'zimni unutma, ey tuz ko'ngil. Alayka meningdan salom yetkiz. Bu oxirgi salomimdir, ey bilimi komil. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Men seni tashlab qandoqmi ketaman? Egri kesal bilan sen yolg'izlikda qandoq qilasan, ey nasabi ulug'? O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi. O'dg'irmish yana dedi. Amdi kat. Mening qayg'umni yema, ey o'g'il. Egamning yodi kifoya. O tasalli berguchi do'stdir. Tangrim ko'rib turib tashlab etmaydi, ishimni puttiradi. Xudo kimni yaxshi ko'rsa, aziz qilsa, uning hamma ishlari yaxshi davomlashadi. Ko'p ishni ko'rib, ko'zi pishgan, to'g'ri so'zli kishi bak yaxshi aytgan. Xudo kimga inoyat qilsa, hamdan bo'lsa, ikki dunyo uning bo'ladi, baxt topadi. Kim Xudoning fazilatiga tamoman ega bo'lsa, ikki dunyolikqa erishadi, ahvoli yaxshi bo'ladi. Ey jasur o'g'lon, Xudo kimni tashlab etsa, keyin u ish bo'lamdi yoki ko'k bo'ri bo'lamdi, baribir. O'dg'irmish so'zini tugatib dedi. Ey qarindosh, yur qaytib ket. Salomat bo'l. Ko'zingdan yosh to'kma. O'gdilmish o'rnidan turib, o'dg'irmishni quchoqladi. So'yib yig'ladi, ko'zidan yosh to'kdi. Qara, yig'lab u yerdan chiqdi. Etini mindi, uyiga qarab mangdi. Etidan tushib, alam va xafa holda uyiga kirdi. Shodlik ketib, ko'ngli qayg'u bilan to'lgan edi. Diqqat qilsang, inson qanchalik mungluq ha? Shodliqqa oz, butun vujudi qayg'u makonidir. Hamma tilikiga erishsa, shodliqqa kuldiradi. Agar qayg'u kelsa, hasrati yig'latadi.
Söygünüge erişse, söyünüp külüdü. Eğer juda bolsa, qayg'u bilan qaladı. Ba'zida visol shodliqi maftun qiladi. Ba'zida piroq alami yig'latadi. Dunyoda piroq alamidanmi qattiq nima bor? Piroq alamlari dengizdanmi cho'nqur? Tirik turib ayrilsa, yana tepishidi. Izdab oqtirib qayta didor ko'rishidi. Hammadan qattiqroq judolik o'limdir. O'limga amal yo'q, uni qoral bilanmi to'sib bo'lmaydi. Har narsaning piroqi yaqin yoki yiroq bo'ladi. O'limning piroqi bo'lsa, uzun piroqdir. Buningga taqlid qilib, buni betni o'qi. O'qigan siri ma'nosi texmi ichiladi. Hammadan qattiqroq judolik o'limdir. Uningdan ko'z qarchiqlari piroq ichida yosh to'kadi. Tirik uchun judolikda visoldan umid bor. O'lgan kishi shubhisiz visoldan yiroqdir. O'gdilmish yedi, ichdi, biroz dam oldi. Ondan o'rnidan turib namusini o'tidi. Quyosh yerga ingishdi va yuzini yoshirdi. Osmon quyoshning izini bosdi. O'gdilmish to'shak soldi, yotdi, uyqusi kelmadi. Qayg'u hasrat bilan ko'zini yummadi. Qo'pib o'ylig'i chiqdi, ko'z yeshi mag'zini yuvdi. Dunyo yuzi Habash yuzining rangiga kirdi. Yana uyga qaytdi, to'shakka kirdi. Hasrat bilan to'lg'inib, yana biroz yotdi. Romi qizi yuzini yaga yoshirdi. Dunyo yuzi zangi yuzidek qop-qora bo'ldi. Uyqusi kelmadi, o'rnidan turib atrofga boqdi. O'kar yulduzi pastga tushib, kecha oxirlashib qolgan edi. Ko'zini ko'kka tikib, uzoq vaqt qarab turdi. Qora tun qorong'ulashdi, zodi yo'rimidi. Yana ozroq yotdi. Keyin uyg'onib o'rnidan turdi. Yuqoriga qarab ko'k osmonga ko'z tikdi. Sharqdan qora qush yulduzi chiqib yuqori o'rladi. Dushman o't yoqqandek o't ko'tarildi. Yetti tikan yana beshini yuqori ko'tardi. Yıldırık yulduzi oyg'irga to'g'ri egildi. Arantir beshini yerga yaqin agdi. Quyosh beshini ko'tarib, yo'ruq yuzini ochdi. O'gdilmish yana o'rnidan qopdi, pokiz yo'yinib tarandi. Namoz o'qidi, virtni to'liq tamomladi. Dunyo yuzi oltin rangiga kirdi. Osmon yuzi o't yalqinidek qizardi. Tonni kaydi, darhol etini tutib mindi. Uydan chiqib, yana o'rdaga qarab mangdi. Etidan tushib, oldirash o'rdaga kirdi. Ali chaqirdi. U o'zini tutgan holda oldiga kirdi. Ali qarab o'gdilmishning ahvoliga nazar soldi. Bu yaxshi odamning ko'ngli tushganda ko'rindi. Alining o'gdilmishga savoli. Ali dedi: "Endi ahvoling qandoq? Seni g'amkin ko'ryapman, ay tamkin. Bugun ko'nglingga qandoq dard yuklandi? Mangdingdan xafalik alomatlarini ko'ryapman. Nima uchun qizil mangzing sarg'aydi? Dunyo sana qandoq andishlarni yukladi? Texi baxt sendan yuz o'rmadi. Bevafo dunyo, davlat sana yelimi kulib boqmoqda. Sen uchun palakning choqi to'g'ri aylanmoqda. Ay kun zaman sening orzuyingcha tug'moqda, ay botir. Men sana qosh qopiqimni turmadim. Sana memnunlik bilan kulib qarayman. Sana kim bunda qayg'u alam yetkizdi? Ahvoling qandoq? Nima so'zing bor? Ey o'g'il, mushundoq bir vaqtda bu qandoq qayg'u? Menga aytqin, buni bilay, ey egri besiq kishi. Sana mushaqqat yoki qayg'u alam yetsa, men qandoqni xushal xo'ram yuralayman? O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib so'z boshladi. Qarindishining kesili ahvoli qandoq ekanligini aytdi. O'zining bag'alligini va nima ko'rganligini, pand nasihatining nima ekanligini so'zladi. Alining o'gdilmishga savoli. Alining ko'ngli buzildi, yeshi to'kildi. "Vodariha, u yaxshi kishi edi", dedi.
Tanrım uning jinini o'ziga ato qilsin. Uning teni va qinini xo'ratmasin. Yana dedi. Uning ahvoli hozir qandoq? Uni qoldirib kelishga qandoqmi ko'ngling unidi? Uni kim ko'zatadi, kesiliga kim qaraydi? Kesel bilan u qandoqmi yolg'iz yotadi? Nimishqa savr qilib u yerda biroz turmadi? Shu ahvolni ko'rib, uni kimga tashlab qo'yding? O'gdilmishning alayki javobi. O'gdilmish javob berib shundoq dedi. Ey bilime daryo, bu so'zlarni men uningga aytdim. Meni qaytirib etdi. So'zimga kirmadi. So'zini rad qilib baqdim, kuchim yetmadi. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig dedi. Tanrım uni saqlag'ay, shifoliq ato qilib o'rnidan turg'izg'ay. U ko'ngli va fikrini Xudoga bag'ishlagan. Bir Xudo uning ajrini zoya qilmag'ay, ey o'g'il. Har qanday qul hamma narsadan yuz o'rasa, o'zi yaratgan egasiga seqingan bo'lsa, shubhisiz uni bir Xudo o'zi saqlaydi. Tilakini beradi, yaxshi nomga ega qiladi. Buningga taqlidan bu so'zni angla. Ko'nglingni tutib, amaliyotga tatbiq qil. Hamma narsadan qo'l uzib, Xudoga sig'in. Diling va tilingni pok tut, harakatingni toza qil. Xudo hamma tilakingni talto'kis beradi. Shaytonni mag'lub qil, Xudoga o'zingni topshir. Ali yana dedi. Ey o'gdilmish, qayg'u alam bilan xafa bo'lib yurma. U yaxshi kishi edi, yaxshilarning beshi edi. Agar o'lsa, Xudo uning ishini oson qiladi. Ey dona, bu ish ati bizga keladi. Hayotimiz qandoq o'tdi, nima qildik deb qolamiz. Esat, o'z yigitligimizni behuda o'tkazdik. Esat, vujudimiz, qalbimiz, o'y fikrimiz yomonlik bilan o'tdi. O'tgan hayot bugun tushga aylandi. Qandoq o'tgan bo'lsa, shuningga yarasha javob keladi. Endi qolgan hayotni behuda o'tkazmaslik, arzu havaslarga ko'ngil bermaslik kerak. Qandoq qilgan bilanmi, oxiri o'limiz. O'lgandan keyin ming xil pushaymonlar bor. Bugundan e'tiboran sen sirti turib, xalqning dardini angla, shafqat qil. Shunda qilib, menimi, o'zingnimi qutuldirg'in. Buning badaliga Xudo yaxshi yo'l ato qilg'ay. Ey tamkin mijoz, Xudoning qullariga mehribon kishi nima deydi angla. Kim yaxshilik qilsa, yaxshi javob oladi. Xudo cho'qim yaxshilik ato qiladi, ko'zingni och. Kim yomonlik qilsa, o'ziga qiladi. U yomonlikning javobimi yomonlik bo'ladi. Yomonlik qilishni xohlasang, yur yomonlik qil. Bilginki, u yomonlikning javobi seni yig'latadi. O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Ali shunchalik pand nasihat qilgan ekan, xalqqa yurgizilgan qonun aman yaxshi bo'ladi. Xudo bu baglikni o'ri tutib turadi. Ali ko'p yashsin, baxt saodatman bo'lsin. Jon tenim, butun vujudim Aliga pido bo'lsin. O'lgichi kishiga yaxshi nom nisb bo'lish uchun qodir egam yaxshi nom bilan umr surishga nisb qilsin. O'lim yoqidan tutishga tayyor turdi. O'zingni g'aflat uyqusiga tashlama. Bilimli kishi bek yaxshi aytgan. Taqvodorlik yo'limi shundoq bo'ladi. Bu ko'rinmas ajal yo'shirinib turadi. G'ofillar umidda turganda tuyuqsiz hujum qiladi. Kutilgan ajal bir kun yetib kelganda yaxshi yomon hammasi qora tuproqqa aylanadi. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig dedi. Tangrim bugundan e'tiboran menga tavfiq bergay, qonun turg'izg'ayman. Alig biroz o'ylanib so'zini tugatdi. O'gdilmish o'rnidan turib u yerdan chiqdi.
Ögdilmiş yana bir qancha kun sabr qildi. Qayg'u hasratga cho'kib yurdi. Qarindishining hasrati bilan qayg'urib, rangi sarg'aydi, o'zi judab ketdi. Lekin qarindishi uchun ortiq sabr qilolmadi. Yana bir berib, qarindishini ko'gisi keldi. O'rnidan turib, Ali huzuriga mangdi. Ali chaqirdi, Ögdilmiş oldiga kirdi. Ögdilmişning Aliga savoli. Aliga iltimos qilib, "Men bugun qarindishimning oldiga berib kelishni xohlayman", dedi. Uning ahvoli qandoqkin ko'ray. Mening qarindishim tirik bormikin? Alining Ögdilmişga javobi. Ali dedi, "Basang to'g'ri qilgan bo'lasan. Qarindoshlik, yaqinlik rishtasi shudir. Yur, mening uchun ko'p ahvol so'ra. Kesilini ko'nglini xushal qil." Ögdilmiş u yerdan xo'p deb qaytib chiqdi. Uyiga kelib bir oz dam oldi. Ozroq osh taom yedi va etini tutib mindi. Qayg'u ichida qarindishi tarafga qarab mangdi. Yaqin kelib etidan tushib piyoda mangdi. Darvozaga kelib chaqirdi. Ijozat so'radi. Seksen ikkinci. Qomaru Ögdilmişke Odgurmişning o'lganligini aytdi. Qarindishining muridi Qomaru chiqib salom qildi. Keyin ko'zidan yosh to'kib Ögdilmişning oldiga keldi va dedi: "Ey qarindosh, Xudo ajr ato qilsin, ko'nglingni bir aram qilma. Qarindishing bu dunyoni tashlab ketib qoldi. Xudo sana xotirjam hayot, uzun umr bersin. Sen emde feryat çekme, sabır qil, özünü tut. Tirik üçün ölüştün başka çıkış yolu yok. Tuğulğallar baribir ölüdü, söyümlük cinidin ayrılıdı. Beyg bolsun, kul bolsun, peygamber bolsun, hemmisi qanmaydı. Bu ölüm bizgime teyyar turudu. Ölümge amal yok, onu tosuvağadek koralmı yok." Bunu anlap, Ögdilmiş höngräp yığladı. Tolğunub bir aram bolup köz yaşlarını iqitdi. Seksen üçüncü. Qomaru'nun Ögdilmişke teselli berganligi aytiladi. Qomaru uning nola faryodini to'xtatishga tirishib, Xudoning hukmiga diling va tiling bilan rozi bo'l, dedi. Hamma kishi uchun o'lim keladigan kun bor. U o'ldi. Endi sen o'limga tayyorlan. Ey o'g'il, nima uchun yig'izori qilasan? Seni kim urdi, kim tilladi, nima ziyon ko'rding? Xudo uningga jon bergan edi, yana uni qaytarib oldi, jon chiqib ketdi. U endi yana qaytib kelmaydi. Bir vaqtlardan keyin senmi, menmi shu yoqqa boramiz. Yana dedi: "Yur, qarindishingning qabrisini ko'rib baq, ziyorat qilib yong'in." Seksen dördüncü. Ögdilmişning Odgurmishga motam tutqanligi aytiladi. Ögdilmiş berib qarindishining qabrisini ko'rdi. Uni quchoqlab yig'ladi
ko'z yosh to'kdi. Dedi: "Ey qarindishim, tur, menga bir qara. Yüzüngni bir ko'ray, hasratim besilsin. Seni seg'inib ko'gili kagin edim. Nima uchun mendan didoringni yo'shirding? Ey ko'nglimning toji, jenimning so'yimliki. Seningsiz bu fani hayotim qandoq o'tadi? Seni men yotganda tushimda ko'rdim. Sen ko'zimdan g'oyib bo'lib, mendan yiroqlashding." Seksen beşinci. Aligning o'gdilmishga tasalli berganligi aytiladi. Alig anglab saroydan chiqdi. O'gdilmishning yeniga kelib, chin ko'nglidan tasalli berdi. Alig aytdi: "Ey o'gdilmish, aqlingni ishga sol. Sen uningga duo bilan yordam qil. O'dg'irmishga Xudo rahmat qilsin. Uning gunoh qilmishlarini kechirsin. Tanrım sana bu qayg'uning ajrini bersin. Xudoning so'yinchiga ega bo'l, davzaxtdan aman qol. Sen darvozangni etib, yo'lingni bekitibsan. Yuzingni yo'shirib, so'zlashdan to'xtabsan. Bu xil odat sana yarashmaydi. Aqlli kishi bundoq yo'l tutmaydi. Sana kim zulm qildi, menga ayt. Kim ochiq qildi yoki kim o'shmanlik qildi? Qarindishingning beshiga kelgan ish Xudoning hukmi edi. Xudo qazosini yurgizdi, sen o'zingni tut. Nimishqa faryod cheksan, nima uchun yig'laysan? Bu yaxshi qiliq emas, bunda qilma. Tug'ilgan o'ladi, o'rligan to'vallaydi. Mangan to'xtaydi, og'an beridi. Qarindishingning o'limi sana ibrat bo'lsin. Sabr qil, ajringni ko'rasan. U shekar va qanddek shirin bo'ladi. O'limni ko'rgan tirik qog'uchilar ibrat elishi kerak edi. Qani ibrat og'allar. O'lguchining vasiyatiga diqqat qil, nima deydi? Menga qara. Meni o'lim tutdi. Ketdim, senimi tutdi. Buningga taqlid qilingan bunu betni o'qi. O'qib dilingga yaxshiroq o'rnatqin. Senden burun minglagan o'lib ketganlar nasihat qilib shundoq deganki, menga nazar sol, menga boq. G'aflatda yurdim, ko'p xushal bo'ldim. Endi o'lim yoqamdan tutdi, ketdim, sangimi keladi. Ali o'dg'urmishni qayta so'radi. Qandoq o'lganligini, ahvoli qandoq bo'lganligini surishtirdi. O'gdilmishning Aligga javobi. O'gdilmish nima ko'rganligini Aligga bayon qildi. O'lim oldida vasiyat qilganligini aytdi. O'rnidan turib, ivriq bilan hossisini elib, yodikorlik uchun Aligning oldiga qo'ydi. Va shundoq dedi: "Qarindishimning menga qoldirg'ini mana shu. Uningdan qolgan narsa faqat mushular edi." Aligmi bulardan birini astalik uchun o'ziga qoldirsin. Bugun asqatqay, atiga foydasi tekkay. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig qo'lini so'zib pasini oldi. Bu yodikorlik menga qutatsin dedi. Sen qarindishingning bu ivriqini ol. Buning bilan qarindishingning yuzini asla. Qara, o'gdilmish ivriqni qo'liga oldi. Ko'ngli buzilib, ko'z yosh qildi. Alig aytdi: "Qara, bu bir ibratdir. Aql bilan o'ylasak, bu biz uchun kifoyadir." U ana shundoq yashadi, dunyodan xalos bo'ldi. Bu dunyo uningdanmi qoldi, ey xushbeil. Farosat bilan ish tutgan,
Qiliqlari muloyim kishi nima deydi angla. Bu dunyoning narsalari ko'p bo'lsa o'shiqlik qilmaydi. Qanchalik oz bo'lsa-mu o'z loyiqida yetadi. Bu dunyoning nuqsonlari ming, fazilati bir. Odam uni qandoq o'tkazsa shundoq o'taveradi. O'limdan keyin bayoshatlikning nima foydasi bor? Sendan keyin qolganlar uni yeb so'yinadi. Qarindishing dunyo narsalaridan voz kechib uningdan qochdi. Mana jandi kiyib, arpa yeyishni o'ziga loyiq topdi. Shu ahvolda turib yashadi, o'lmadi. Yeb qog'uchilarga narsalarni tashlab ketmadi. Kech-kunduz g'ayrat qilib, yukini yengillatdi. Dunyo mushaqqati uningdan yiroqlashdi. U ishlarni saramjon qilib, bugun dunyodan qutuldi. Bizning ishimiz qandoq bo'ladi? Bu tugun yeshilmadi. Qara. Ali ming xil yaxshi so'zlar bilan nasihat qildi. Nasihat qilish orqali ishini bo'shatib rohatlandi. Ali o'rnidan turib o'rniga qaytdi. G'amkin holda uyiga kirdi. O'gdilmish bir necha kun hasrat chekdi. Bu qayg'ulari o'tib, chiroyi ichildi. Bu qayg'u hasratlarni unutdi. Yeb ichib, kulib yana xushal yurdi. Al-yurt ishlarini bilim bilan bejirgan xalqi bosh bo'g'ichi kishi bak yaxshi aytgan edi. Qayg'u hasrat seni qanchalik asir qilsa-mu, ko'z qanchalik yig'lasa-mu, yana baribir kuladi. Dunyoning qoida qonuni azaldan shundoq. Yaxshi yomon ishlar necha yil davom qilsa-mu, bir kuni tugaydi. Qara, o'gdilmishmi hasratlarini o'tkazdi. Xizmatga tayyorlanib, ishlarni davomlashtirdi. U hirslik bilan xizmat qilishga boshladi. Tong saharda berib, kecha ishladi. Alining o'gdilmishga savoli. Bir kuni Ali o'gdilmishni chaqirdi. Xalq ahvoli, al-yurt ishlarini so'radi. Ali so'radi. Alning ahvoli qandoq? Xalqning ahvoli qandoq? Zaman kunlar qandoq o'tyotdi? Hamma ishimda menga ko'z quloqsan. Sendan so'raymanki, darvozamni echivat. Bir qancha kun qayg'u hasratga yo'liqding. Ishqa qo'ling bormidi? İşlerin qandoq ketyotdi? O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "Ey bag, xalqning ahvoli haqqinga duo qilgudek yaxshi." O'gdilmishning Aliga javobi. Biri so'z, bo'g'iz, ko'z va shahvat havasi. Bular kishi uchun toat ibodatga to'sqin bo'ladi. Biri bo'g'izini, gelini tiysa, ozroq so'zlasa, yaramas narsalarni o'zidan yiroq tutsa, havoyi havaslarga yo'l qo'ymasa, g'azabi kelib ochiqlanganda o'zini chin tutib olsa, ana shu aqlliq va bilimli kishidir. Bundaq kishini aqlli, tamkin kishi desa bo'ladi. Aqlli kishilarning so'zi maqtashga loyiqdir. Ular to'g'ri, tuz bo'lib, o'zini oshkora tutadi. Yaramas ishlarga yaqinlashmaydi. O'zini yiroq tutadi. Keraksiz narsalarni ko'rmaydi, ko'zini yumadi. Alining o'gdilmishga javobi. Ali dedi: "Bu so'zlarni sen bak yaxshi so'zlading. Bu so'zing menga ortiq foydalidir." O'gdilmishning Aliga javobi. Bu vücut jafo sog'uvchi va yomondir. Jafoga jafo qilib o'zini tutish kerak. Vücutni yaxshi ko'rib, qanchalik yaxshilik qilsa, u shunchalik yomonlik jafo qiladi. Kishilarning sarxili bek yaxshi aytgan edi. Uning so'zi jafochi vücut uchun amal choridir. Kimga vafo qilsang, jafochi tayyor bo'l. Jafochi kunlarning birida sana jafo qiladi. Kimga yaxshi muomala qilsang, uningdan ehtiyot qil. U seni yomonlik bilan faryod nadomat chektiradi. Ey Ali, buni uch narsaning semizi yomondir. Biri isht, biri qush, yana biri vücut. Bularni osh qo'yish yo'lini tutish kerak.
Ular andın yolga tushib bo'ynini egidi. Qush galdin qisilmasa don izdimaydi. To'q semiz bo'lsa, u kaynidan qo'g'limaydi. Vujud to'ysa, hammaga qonsa, bo'g'ra to'gidek bo'ladi, har yonga qochidi, yaxshilikni haydaydi, uni qo'yib berma. Qushing o'g'limasa, zini nayti bir o'dak. Ishtin o'g'ni tashlasa, zini nayti bir so'sar. Vujuding bo'g'ra to'gidek bo'ynini egiz ko'tarsa, seni o'tga ishtirib nadomat chektiradi. Qara, rizqi yo'q kambag'al rizqliqdir. Chunki boriga shukr qilib, ko'ngli boy yashaydi. Agni putin bo'lsa, tamoq yeb qo'saq to'ydirsa, Tangriga ibodat qilib, ishini davomlashtiradi. Ulug'luq, davlat, baxt, saodat kishini takabburlikqa tortadi. Qilishga tegishli ishni qilg'izmaydi. Takabburlik bandini Xudodan yiroqlashtiradi. Aqlli kishi bundoq yo'lda mangmaydi. Kambag'almi o'ladi, shuningdek boymi o'ladi. Ikki mato bilan xoli yer qetig'i kirib ketadi. Kambag'al o'lsa, jafo mushaqqatdan qutuladi. Boy o'lsa, mol dunyolari qoladi, vaboli billi ketadi. Ro'shanki, bunu so'z buningga taqlid qilingan. Bu so'zdan o'zingga tegishli o'lish ol. Ey ne'mat egasi, o'lim sening mehnatingdir. Ey mehnat egasi, o'lim ne'matingdir. Kambag'al o'lsa, mushaqqatidan qutuladi. Ey boy, o'lim yaqindan tutsa, hisob berishingga to'g'ri keladi. Alining o'gdilmishga aytgan so'zi. Ali yana aytdi: Bu dunyo ichi ko'pligan ilon chayonlar bilan to'lgan. Yeydigan ne'mati oz, zahri ko'p. Maqtaydigan narsasi oz, so'kadigan yeri ko'p. Aqllikning qo'l so'zib oladigan narsasi oz, bilimlikning ishtaha bilan yeydigan ne'mati oz. Bu dunyo bilimsizlarga jannatdirki, rohat ichida shod yuradi, muhtoj bo'lmaydi. Aqllik uchun bu dunyo tikanga to'lgan. Oyoq bosqanli yerida tikan sanjiydi, saqlanish kerak. Bilimlik uchun dunyo ichi bir zahardirki, uningdan oziq olanmaydi, kuch-quvvatidan ketadi. Zahid o'g'il qizlarini tashlab dunyodan voz kechdi. Obidmi dunyoni tashlab ibodatga kirishdi. Bugun biz dunyoga bog'lanib qoldik. Xudo bizni bu balodan saqlasin. O'gdilmishning alayki javobi. O'gdilmish javob berib shundoq dedi: Bu so'zlarning eng to'g'risi, aqlga eng yaqinidir. Nazar solsang, dunyoning xuy-payli, go'yo to'yg'inini bilmaydigan ajdahoga o'xshaydi. İnsan özünü özü beqib, özünü samirtudu. Andın öz go'shini o'zi yeb, o'zini zaiflashtiradi. Dunyo ahvoliga yetarlik diqqat qilsang, uni tushunsang, kishi o'ziga hayron bo'ladi. Odam ota bilan havo ana dunyoga to'rilib, yer yuziga o'z urug'ini tarqatdi. Ulardan boshlab ta bugungi zamongacha dunyoga nini odamlar, baglarning begi kelib ketdi. Ba'zilari olim bo'lib tug'ildi, ba'zilari jasur margan, ba'zilari tishqiyodak mag'rur takabbur. Ba'zilari aqlliq, ba'zilari dono, ba'zilari talva, sarong, ba'zilari g'o'run erinchak. Qonchilig'an payg'ambar, komil ustozlar tug'ildi. Ular Xudo hukmi bilan insonga yo'l ko'rsatdi. Ba'zilari oz yashadi, ba'zilari uzun yashadi. Ba'zilari dono so'zlari bilan yuksaklikka erishdi. Ba'zisi yaratgan egasiga qarshi turib, dushmandek o'qyosini batlab o'q atdi. Bu beytni o'qu nima deganligini angla. Uni tushunib, o'z qiliqingni tuzat. Mayli olim bo'l, mayli 1000 yil yasha, mayli dunyoga ega bo'lib, halovatlik maishat qil, oxir sen o'lib, qora tuproqqa aylanasan. Ölüm yaqangdan tutsa, pushaymon bilan yosh to'ksan. Bu dunyoga qanchiligan yaxshi donishmand olimlar keldi.
arzusiga yarasha abadiy hayotga ega bo'lanmidi. Bugun qara, go'yo bu dunyoga tug'ilmagandek hammasi o'lib qora yer tegida yotmoqda. Qara, har xil, har turli kishilar to'raldi. Qora yer ularni yedi, yutibdi. Hashamatlik saroy o'rda qasrlarni tashlab, qora yerni to'shak qilib baxaroman yotmoqda. Uxlavatamdu, o'ng-tun yo'q yoki nafas olmaydi. Ularning ahvoli qandoq? Buni bilgichilar qani? Ularning hammasi endi yaxshilikqa muhtoj. Yemak kaymakka qo'llarimi yetmaydi. Qara, pushaymon bilan urib yotmoqda. Yaxshilikqa zoriqib, ming xil orzu qilmoqda. Bugun Xudo bizga bu kunlarni ato qildi. Ega bo'lgan bu fursatni behuda o'tkazsak bo'lmaydi. Bugundan e'tiboran Xudo bizga ko'p yaxshilik qilish uchun tavfiq bersin. Ey yaxshi qonun. O'gdilmish tili bilan olqish aytdi va ey donishmand bag, uzoq ko'p yasha dedi. Dunyo seningsiz qo'rqqanmisin? Xudo sening urug' avlodingni kam qilmasin. Arzu tilaklaring nima bo'lsa, Xudo hammasining eshigini sana ochib bersin. Yana qandoq arzu tilaklaring bo'lsa, Xudo hammani tugal bersin. Ey mard sehi, xushal xuram holda uzun yasha, ko'p rohat ko'r. Ey qiliqim muloyim. Afsuski, seningdek kishilar o'lib, so'ngiga chirib, qora yer tegida yotsa, buningga nima amal ba? Xudo bu dunyo ishini ana shundoq yaratgan ekan, ey hukmdor. Sana o'xshashlar qancha o'lsimi o'lgan bo'lmaydi. Chunki sen yaxshiliklardan o'lish olding. Mayli o'lgin, mayli uzun umr ko'rib ko'p yashag'in, noming yaxshi degan so'z bilan dong chiqadi. Yaxshi ko'rgan do'stlaring ko'p bo'lsin, raqiblaring parishon bo'lsin. Yering, ya'ni mamlakating bag'an siri kengaysin. O'gdilmish so'zini tugitib yer ufdi, tashqariga chiqdi. Etini minib, uyiga qarab yuzlandi. Ishga oldiga kelib etidan tushdi, uyiga mangdi. Yeb ichib biroz damilib yotdi. Yana o'rnidan turib, attigandala ishini boshladi. Farmonlar berdi, ko'zdan kechirdi, o'zimi ishladi. Dili bilan tilini to'g'ri tutib, yurish turishini tuzatdi. Butun agrilar uningga qarab to'g'ri yo'lga kirdi, qiliqlarini yaxshiladi. Dunyo tuzaldi, yaxshi duo ko'paydi. Yaxshi duolar kundan kuniga saodat keltirdi. Ular o'tib ketdi. Faqat yaxshi nomlari qoldi. Ularning nomi, izzat, hurmati abadiy yo'qolmaydi. Endi qarab baq. Bu xil kishilar haqiqiy kishilar. Ular qilgan ishlar farishtalarning ishi. Ular ashu davrda odam bo'lgan bo'lsa, bugungi xalq nima aytib ba? Ey dona, agar biz odam bo'lsak, ularni shubhisiz farishta deyish kerak. Ularning harakati va qiliqlari, so'zini anglash, yaxshi izini besish bir baxtdir. Aqlliq tushunadi, bilimlik shuni biladi-ki, odam shubhisiz o'ladi, dunyo qoladi. Qo'lga kelgan bu fursat kunlarni behuda o'tkazmay, ibodat qilish kerak. Buningdan boshqasi bekor.
Buningdan ulug'roq pand nasihat yana nima? Sendin burunqilar o'lidi, buni ko'z ko'radi. Qasr o'rda saroylar hammasi qoladi. Buni band qilib tutolmaysan, ey ulug'. Qanchilag'an qasr o'rdilarni, puxtu qo'rg'onlarni o'lim buzdi. Qarag'ana, qori yerga aylantirdi. Qanchilag'an shahar, qishloq, bog' gulzorlarni bu o'lim qurg'dab qo'ydi. Nazar sol, ey tirik. Qasr o'rda saroylar sang'ili qoladi. Sen ularni mang'ili boqiy deb tasarruf qilasan. Sonsiz qo'shinga ega bo'lgan u Jahongir qini qo'shinlarini qoldirib, o'zi qori yerga aylandi. Qini u mamlakatim oz degan oshko'z hukmdor. Ko'p allarga zo'rlik qildi, lekin bahramand bo'lolmadi. Qini u boshqalarning yeriga zo'rlik qilgan zo'ravon. Endi bir g'ulash yerga ega bo'lib, hasrat bilan yotadi. Qini u musulmon qinini to'kkichi. Qandoq qilib yer tegiga kirdi? Qini uning zo'rligi. Qini u boshqalarning xo'rligi chekishi. Qori yerga tang bo'lib qanchalik xo'rlandi. Qini u dunyo uchun urush qilgan kishi. Dunyo o'z betishi qoldi. O'zi o'lishga majbur bo'ldi. Qini u mol tovarlarni qo'ymay to'plagan kishi ikki matoni elib ketdi. Boshqasini isib bo'lmadi. Qini u ko'plab yer tilagan kishi qori yer tegiga kirdi, ishi bitdi. Dunyoning hamma ahvoli ana shundaqdir. Aql bilan nazar sol, sirlar ishga echiladi. Bu dunyoning rohati mushaqqat, shodligi qayg'u, qadrlishi xo'rliq, xushalliqi alam. Beshinda nima kelsa, ko'tirgin urma. Rohatmi, mushaqqatmi o'tib ketadi. Bilim berguchi nima deydi, angla. Ey mushaqqat bilan sabr qilg'uchi. Ey ne'mat egisi, shukr qilib yegin. Ey mushaqqat chekkuchi, sabr qilib bosh ekkin. Sabr qilsang, mushaqqating ne'mat bo'ladi. Shukr qilsang, ne'matim ko'paydi degin. Ey olim, bugungi zamonga nazar sol. Hamma ish amallar tamoman boshqacha bo'lib ketdi. Bilimliklar qadrsizlandi, o'zlarini ayaydigan bo'lib qoldi. Aqlliqlar kekash bo'ldi, ig'iz ochmaydigan bo'ldi. Aldi yaramas kishilar ko'paydi. Yavaşla azar yeb, beshini ko'taranmadi. Qara, may bilan yuzini yuyib namozni tashlaganlar mard botir ataldi, zo'rlik qildi. Fitna fasod qilg'uvchilar ataldi. May ichmaydiganlarning nomi xasis deb ataldi. Namoz ro'za bilan yurgan kishilar munofiq ataldi. Ey al hukmdori, halol yo'qoldi. Hammada harom ustunlikni oldi. Harom yeguchilarning ko'nglini qora kirbisib ketdi. Halolning nomili qoldi, uni ko'gili bo'lmaydi. Harom talashdi qoldi, uningga hech kim to'ymadi. Haromni harom deguchilar qani? Haromni tashlab halol yeguchilar qani? Haqiqiy, to'g'ri, taqvodor deb atalganlardan
quyosh parlaydigan qiyomat bor deguvchilardan kim qoldi? Harom bilan ko'ngil rasa qariyib ketdi. Halolni izlab qayerdan topquliq ey o'g'il? Buningga taqlidan munu so'z keldi. Buni yaxshi angla ey ko'ngli tuz. Harom bilan ko'nglim qara, kir bo'ldi. O'zim 100 ishning birida bilimni ko'zda tutmadim. Vujudim menga egilmedi, havasga qul bo'ldim. İbadetga vaqtim yetmedi, sirimni ochdim. Qara, dunyoning qiliqlari tamoman boshqacha bo'lib qoldi. Kishilarning ko'ngli tilidan boshqacha bo'lib qoldi. Xalqdan vafo ketib, uning o'rniga jafo ustunlikni oldi. Ishonchli bir odamni izlabmi topolmaysan. Xalqdan vafo ketib, jafo iz bosdi. Ishonchli tayong'udek kishilar qis bo'lib ketdi. Qarindoshlar orasida yaqinlik yiroqlashdi. Yaxshi do'stlar mehribonlikdan kechdi. Kichikda adab yo'q, ulug'da bilim. Qo'pol nadonlar ko'paydi. Adablik siliqlar azaydi. Yaqinlik faqat pul uchun bo'ldi. Haqiqat uchun to'g'ri ish qiladiganlar qani? Omonatning faqat nomili bor, uningga amal qilguvchi qani? Nasihat degan so'zli bor, uni tutquchilar qani? Yaxshilikka da'vat qilguvchi kishilar qani? Yomonlikdan to'squchi kishilar qani? Savdogarlar omonat majburiyatini unutdi. Hunarvan ustalar nasihatlaridan voz kechdi. Bilimliklar so'zlarini to'g'ri so'zlamaydigan bo'ldi. Xotinlardan hayo ko'tarildi, yuzlari yepilmaydigan bo'ldi. To'g'rilik yo'qoldi, o'rnini agrilik egildi. Qani, biror xudogo'y kishi qoldimi? Kishilarning hammasi pulning qo'li bo'lib qoldi. Kimdi kumush bo'lsa, shuningga bosh egdi. Jamoat ko'p, masjidlar oz edi. Masjidlar ko'paysa, jamoatlar oz qoldi. Taqvodor kishi nima deydi angla. Buni ko'ngilda tut, ey yaxshilarning boshchisi. Biror to'g'ri ish qilguvchi qani? Biror xudolik ishga mong'uchi qani? Dunyoning hamma tarafi tamoman buzildi. Buni ko'rib hayron qolgan biror kishi bormi? Musulmonlar qarshilashdi, bir-birining go'shini yeyishmoqda. Kafirlar bo'lsa, huzur halovat ichida yotmoqda. Musulmonlarning mol dunyosi talon-taroj qilindi. Haromni haloldan farqlantiradigan kishi qani? Qara, fitna pasat ovozi kecha-kecha uxlatmaydi. Ilmi Qur'on ovozi qani? Bu bak oz, birodar. Ko'ngillar qattiqlashdi, til yumshidi. Haqiqatning o'zi yo'qolib ketdi, puriga qoldi. Nazar sol, otig'i o'g'il otiliq qiladi. O'g'il beg bo'lib, qara, ota qul bo'ldi. Hayot qisildi, dard alam uzardi. Oshko'zlik bo'lgan siri zo'raydi, shodlik xo'rab ketdi. Kambag'al, tul, yetimlarga shafqat qilguvchi yo'q. Jahon ostin-ustin bo'lib ketdi. Buningga ajablanguchi yo'q. Dunyoni sinagan, sehi, qo'li kang, bilimi cho'nqur donishmand bek yaxshi aytgan edi. Dunyo oxirlashdi, qonun buzildi. Yomonlarni ko'rib, yaxshilarni oynidi. Aqlliq tushunadi, bilimlik biladi. Yil oy kunlar o'tgan siri dunyo bara-bara buzildi. O'g'il qizlar ota hurmatini tashladi. Qeri degan nom kishi uchun haqorat bo'lib qoldi. Qonun qoidalar butunlay ostin-ustin bo'lib ketdi. Oq bilan qora orlashib ketdi. Buning hammasi qiyomatning alomatlaridir. Alomati ko'rinsa, kelidigini keladi. Qudratlik Tangrim iymonimizni saqlasin.
bu fitne bala yamanlıklarını o'ttiridan ko'tirsin. ...462 yıl idi. Bu sözlerini tallab yezip tamamladım. Aklım yetkenle sözlerini tögel yazdım. Okugan ve düşengenle özü ibret alsın. Şerkitin yolun kandak buluşu gerek. Bu hakta azrak sözledim. Asasını bekitip al. Bu yol hem din yolu hem dünya yoludur. Şu yolda mangın, bu asasi yoldan azmıkın. Eğer bu dünyanı tilesen, onun yolu şu. Eğer ahiretini tilesen, onun izzi mana. Öz bendilikini kıl, Xuda kuş kuvvet beridi. Qaysisini tilesen tile, fakat üçüncü bir yolunu izleme. İlahim özüm bu sözünü başladım. Tilikim nimi ikellikini yaxşı bilesen iyi egem. Özümge şan şöhret yaxşı nam tilemedim. Meyli öz bolsun, meyli yat bolsun, kişilerin paydasını tiledim. Okuğanla okuğan sıra meni eslep, hakkımge dua qıp koyamakin dep oyladım. Tilikim şu idi, ümidim şu. Okuğanla bana bir dua qıp koya elbette. Tilim sözledi, kolum yazdı. Ey mulayim, bu kol ve til bari bir ölüdü. Mana bu kitap kol ve tilinin nişanısıdır. Bunu yezip emdi sana kaldırdım ey zirek. Gerçi men dünyanı taşlap yerini töşek kılsam mı? Meni unutma ey tirik kitapxon. Ey mengülük muhtaçsız egem, sen ulug'dursan. Bu muhtaç kulunu fakat senle keçirgin. Adaşkan, günahim köp bir kul idim. Günahimni keçirgin, birdim bir egem sen. Men kul, sen egem sen. Kul haman kuldur. Egem sen, yemmi tыңba, bana egidarchilik qil. Ey apu qılgıcı, men kulungman, sen egemsen. Meni apu qılgın, günahimni keçir. Ey pak Xuda, yani şarqdan g'aribgacha hamma mu'minlarni apu qılgın. Nodon men, nodonlardan nodonlik sodir bo'ladi. Sen fazilatliksan, günahimni keçir, ey bilguchi. İhbardın fakat ihbar hidili puraydı. İhblas nersedin napak hid puraydı. Ey ümidim. Men için fakat selli ümit. Sendin ümit üzmeymen ey ümit. Günahkar kulun men, kılgallarım capa. Vafadar egem sen, bana kıl vapa. Ey egem, japadın fakat japalı kelidi.
Vafadarlıkta vafadan başkını köymedim. Barcı müminlerin hemmesine əfu qıl. Şula qatarıda menin günahimni keçirgin. Yaxşı yol körsətküçi, doğru yolçı peygamberimge tümennin salımımni yetküz. Onun tüt dostuğa, kayni-kaynidin üzdüksiz salımımni yetküz, ey Allah. İrpan elektron şirketi türlük lügatlarni chiqarib til boyligingizni oshirib qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. Ilovalar birinchi. Yigitlikka echinib qiyrilik haqida aytqanlari. Yigitlikni kezib yurgan bulutdek o'tkazdim. Hayotimni o'tkinchi bo'ron shamoldek tugatdim. Esit yigitlik. Seni tutib qololmadim, tez qochirib etdim. Ey yigitlik, menga yana bir qatim kelsang, olqinimni ko'tarib teginge tavar durdun töşek salar edim. Afsus, yigitlik qani qayoqqa ketdi. Qancha xohlasammi, uningga erishamadim. So'rasam, hayotning lazzati, Sherinjonning shodligi yigitlikdek yaxshi chog'i yo'q ekan. Yoshlikning lazzatini, yigitlikning rohatini hamda yo'qotdim. Tutay deganda qochirib etdim. To'g'ri tursam, qiyirliqning ziyni foyda yo'q edi. Esi hayotimni behuda o'tkazdim. Ey yigitlik, afsus chekib sana echinaman. Butun ko'rkamligimni sen epkatding, yiroqlashdim. Ikki mangzim org'uvondek qip-qizil edi. Bugun yuzimga zaprang uruqini surtdim. İpardek qora beshimga kafur pürküdüm. Tolun aydek tolgan yüzümni qayoqqa ketkizdim. Tuman xil gül çiçeklik parlaq bahordek edim. Hazallıqqa aylandim, hammani quritib etdim. Qiyindek bo'yim o'qdek to'ptiz edi. Endi yodek agri bo'ldi, egildim, mukchaydim. Esi hayotimni havas bilan behuda o'tkazdim. Endi pushaymon bilan qon yosh oqqizmoqdaman. Yoshligimni o'tkazib etdim, yigitlikni yo'qotdim. Kunlarini bulg'idim, o'zimni cho'ktirdim. Yemek içmekni xuddi kolidek yeb ichdim. Arzu tilakni qo'g'lashib, chang to'zon ko'tirdim. Qanchilag'an qushqa o'g'i heris bo'ldim, suyindim. Org'imoqni minib, xuddi uchar qushdek uçtum. Do'st birodarlarimga so'yimlik jondek edim. Dushmanim bo'lgan bo'lsa, to'sin otdek o'rkitatdim. Qanchilag'an kishilarni ayblab so'kdim. Gunohsizlarga hukm qildim. Qo'l uzatdim, til tekkizdim. Düşmanni yengem polvondek xeyli ko'krak keridim. O'zimni mag'rur tutib, tish cho'qqidek g'adaydim. İchib yotgan odamdek uxlab, endi o'yg'ondim. Qarasam, yo'ldan ozg'in ekanman, Xudodan uyaldim. Xudoning ibodatini qo'yib, bandining xizmatini qildim. Dunyo qo'g'lashib, yugurib, o'zimni harg'uzdim. Arzu tilak uchun xeyli yugurdim.
Quturgan böredek jahonni huvlatdim. Kishilarni tutib, zo'rlik bilan pulini oldim. Ba'zilarga g'azab qildim, koyidim, ba'zilarni ranjitdim. Mendan Rabbim, nemish undoq qilding deb so'rasa, qandoq bahonem bor, uyatliq holga tushdim. Qaysi talvining qiliqi buningdan battar bo'lgan. O'tayotgan kunlar bilan o'zimni bazlab, hayotni o'tkazdim. Shodlik o'tib ketganidek, mushaqqatmi o'tib ketsa edi. Kun oylab behuda bo'ldi. Pushaymonga g'arq bo'ldim. O'ylab baxsam, Kisrodek yoki Qaysardek bo'ptiman, yoki Shaddod va Oddek jannat yasabdiman. Dunyoni go'yo Iskandar tutgandek tutdim. Go'yo Nuh yeshini yashigandek yashidim. O'zim go'yo chaqmoqdek qilich tutgan Haydar bo'ldim. Yoki Rustamchi jahonga dong tarqatdim. Yana men go'yo Iso bo'lib osmonga o'rladim. Yoki Nushirvondek to'g'ri qonun yurgizdim. Harun mol dunyosidek boyliqim tugal bo'ldi. Yoki ashabi rasdek temir shahar barpo qildim. Oxiri tuproqqa qaytdi ekanman. Bularning foydasi nima? Dunyo qilib qoldi. Ikki mato bilan ketdim. Yalang'och kelgan edim. Yergami yalang'och kirishim kerak. Nima uchun dunyoga o'zimni buncha bo'la urib ketdim? O'tkinchi dunyo bo'ron shamoldek o'tib ketdi. O'tkinchi dunyoga g'ofilligimdan berildim. Hayotga foydali bo'lgan yaxshi ishlarim qani? Tiriklikimda terg'an etizim qani? Nima terg'an bo'lsam, oxir shuni o'rdim. Nima o'rg'an bo'lsam, o'zim shuni tetidim. Yigitlikni o'tkizdim, qiyrilikqa yetdim. Nima uchun so'zimni chechivatdim, endi tavba qilaman. Uzun tunlarda yotma, eganga toat ibodat qil. O'yg'on, tinmay yig'la, gunohlar tegidi besilib qoldim. Yilon qurt qo'ng'iz yemi bo'ladigan jonni beqib, har xil ne'matlar bilan nima uchun parvish qildim? Ey uflagan vujud, sen o'yg'on, tinmay yig'la. Xudoga ibodat qil. Undoq qilmasang yo'qolganing shu. Qiyrilik changilig'i oldi, yigitlik yiroqlashdi. Lazzat ketdi. Endi boradigan udul yo'lni topdim. Bekkonu dunyo xalqni ko'p oldi. Men qaysisiga kiraman? Nimishqi dunyoni shuncha so'ygandiman? Ya Rabbim, meni o'yg'otqin, sen egamsan. Meni dargohingdan qo'g'lama, dilimni pokladim. Gunohlarni kechirgichi egam yolg'iz o'zingsan. Meni afu qil, gunohlarimni unutdim. Ilovalar 2. Zamonning buzuqligi va do'stlarning jafosi haqida. Endi o'rnimdan turib, har tarafga berib jahonni kezayman. Dunyoda vafodor kimkan, uni izlayman. Odam qisliqqa boshlandi. Uni qayerdan izlayman? Izlab topqili bo'lsa, izlab ko'rayman.
hamma orzularga yetishdim. Lekin chin odamni topolmadim. Agar bu orzug'imga yetishsam, chiroyiga boqayman. Vafo qahatchiligi bo'ldi. Dunyo jafo bilan to'ldi. Kimda vafo bor ekan, ozroq so'rab boqayman. Agar men biror vafodor, sehiy odamni topsam, yelkamni ko'taray, ko'zimga surtay. Agar men vafodor insonni topolmasam, yavoyi kiyik bilan billa hayot kechiray. Yemikim o't-cho'p yiltizi, ichishim yomg'ir suvi bo'lsa bas. Dashtu bayovonda tunab, tog'ordin to'n kiyay. Yo vahshiy bo'lib, men bayovonda yugurib, kishilardan yiroqlashib, bu dunyodan yo'qolay. Buni bo'lmaydigan bo'lsa, butun dunyoni tashlab, daryodek oqayman, quyundek o'rlay. Ey egam, muhtojlikqa tushdim, vafosizga yo'liqdim. Vafodor kim ekin, so'yimlik jinimni beray. İnsan degan nom qoldi. Kishilarning yaxshi qiliqi tugidi. Bu qiliq qayoqqa ketdi? Men orqasidan baray. Dunyoni izlab qarasam, mehribon kishi yo'q. Mehri sizga ko'nglimni qandoqmi bog'lay? Kimni o'zimga ko'z qarchiqimdek yaqin tutgan bo'lsam, shaytondek dushman bo'lib chiqdi. Shaytonni nima qilay? Kimni yaxshi ko'rib, so'yimlik tutgan bo'lsam, uningdan jafo keldi. Endi kimnimi so'yay? Kishining ko'nglini bilishda gap so'zi guvoh edi. Ko'ngli tili ola bo'ldi. Endi kimga ishonay? Bugun bu yerda o'zimga kimni hamroh qilaman? Ya kimga ishonaman, yoki kimni do'st tutaman? Ko'nglimni kimga beraman? Mu'minni kimga aytaman? Men endi munglandim, oz to'la gap achay. Do'st birodarlarimda umid, vafo ko'rmadim. Qarindoshlar qilmishi yot kabi bo'ldi, ona qandoq sir beray? Agar ishonchlilik qasamga bo'lsa, qasamida turg'uchi kim? Uni mard hisoblay. Non tuzining haqqi deb rioya qilg'uchi bormi? Agar bo'lsa, uni men oltin kumush go'har bilan ko'mib yetay. Shodlik qayg'uga sherik bo'ladigan qo'shni qo'lim qayada. Hamma narsamni anga berib, men uyimdan chiqay. Do'st birodarlarim deb ishongudek kim bor? Uni bag qilib men o'zim anga pul bo'lay. Men chin odam topolmay, yolg'iz mo'nglinib qoldim. G'am bilan tugab ketayotaman, men bir xushal bo'lay. Xalq nemishqa buzildi? Nim uchun yaxshi odatlarni tashladi? Qandoq zamonga duch keldim? Endi nega baray? Telve sarang bo'ldimmi? Yo aqldan ozdimmi? Nimalarni so'zladim? Aytbagin bir ufqay. Yoki sapro kuchiyib, men ham aynib qoldimmi? Ko'zimga shundoq ko'rindimi? Men bir dori ichay. Bu xildagi kishilar menga uchramdi. Men bir ta'tur kishimi? Undaq bo'lsa men qaytay. Afsus, afsus. Qiyni u kishilar vafo nomini dunyoda qoldirib ketganlar. Uni maqtay. Bu qoida qonun qiliqlarni bugun ko'zamidi. Buni ular qoldirgan bo'lsa edi, men muxshal bo'lar edim. Undaq bo'lmasa, qoida qonun qiliqlarni aytib bersin. Muloyimlar to'rga chiqsin, yomonlarni surib qo'g'lay. Hamma yaxshilik ketib qoldi. Qonun qoidalarni ep ketdi. Kishilarning eng tövini qoldi. Yaxshini qandoq topay?
boy qaddini ko'tarib yurganlarning hammasi odam bo'lsa, burun qila farishtamidi, buni nadim bilay. Ular ketdi, men bular bilan qoldim. Endi qandoq harakat qilay, qandoq chiqishay? Qanchalik so'zlasammi, so'zim yana tugamaydi. Shunchalik bas endi, so'zing bormi, men ketay. O'zim uchun bu yerda yaxshiroq narsa topolmadim. Shahar kentni tashlab, kishilardan yiroqlashay. Nomimni bilmasin, o'zimni ko'rmasin, izdabni topolmasin, so'zlarimni tugatay. Chayondek chaqadi, chimindek sho'raydi, ishdek qavaydi, qaysi birini uray? Yamonlar orasiga tushib, endi faryod chekdim. Pushaymon bilan kech-kunduz barliq ig'ir yukni ko'taray. Javri jafoning hammasi menga kelmasin. Qo'pol bevafolardan chatrakda yuray. Ilohim, tongli mahsharda so'yimlik payg'ambarimizning jamolini ko'rishga nasib qil. Yana chahar yorlarning jamolini ko'ray. İlavele 3. Kitap egisi Yusuf Ulug' Xos Hojibning o'ziga nasihati. Bilim o'rgan, o'zingga to'rdin joy hozirla. Bilim bilish o'zing uchun mazmut qo'rg'ondir. Bilimsiz yuriking, tiling nimaga yaraydi? Bilim bilan hamma kishiga suvdek foydaliq bo'l. Qanchalik bilsangmi, yana o'rgan, izdan. Qara, bilimlik so'ra tilikiga yetadi. Bilaman desang, sen tehi bilimdan yiroq. Bilimliklar orasida bilimsiz hisoblanasan. Bilim tuvi va cheki yo'q bir dengizdir. Sumdik sho'rab uningdan qanchalik suv ola oladi. Bu biliming bilalla beshing o'zingning bo'ladi. Bilmaydigan o'zingni o'zingdan yiroqlashtir. Bilim o'rgan, haqiqiy odam bo'l, o'zingni yuksaldir yoki hayvon otilib kishilardan yiroqlashqin. Bilimlikning ko'ngli echilmaydi, xiyolchan yuradi. Bilimsiz xushal yurib qaqoqlab kuladi. Bilim bilsa, o'y g'am ichida qandoqmi qaqoqlab kuladi. Ey bilimsiz, sen buğadek sakrab yurasan. Bilimlik kishallangandir, xoliqinicha yuguranmaydi. Qara, bilimsiz orzu qo'g'lishib to'xtamay yuguradi. Ey olim, sen kishallanding, bilimsiz mengaveradi. Bilimsiz kishallansa, kishini burat chingitqin. Mana, men bilim izlab qo'l so'zdim. So'zni so'zga tizib, ratlik qur tuzdim. Bu turkcha so'zni tog' kiyikidek hisobladim. Uni avaylab tutib, asta ko'ndirdim. Silidim, erkilatdim, tez ko'ngil badi. Shundaqdimi, ba'zida urkib ketadi. Tutalığınimcha so'zni agashtirdim. Oxiri ifora hidi kelishga boshladi. So'zni to'g'ri so'zladim. U qo'pol va achchiq. To'g'ri so'zni ko'taradigan kishi aqlliq ardur.
o'qiganlarga ortiq egri kammisin deb ulardan ochiq yo'riq o'zri so'radim. To'g'ri so'zdan boshqa so'zni so'z dema. To'g'ri bilan agrining farqi oq bilan qorining farqidir. 462-yil edi, men yurak qinim bilan bu so'zni so'zladim. Bu so'zlarni 18 oyda so'zlab tugatdim. So'zlarni tanlab, ayirib, terib ratladim. Rüppede içilgan çiçektek xushbarak tarqıtıdı deb, men tayyorlanib hikoya qildim, yakunlab tugatdim. Qanchalik so'zlasimi, kim so'zini tugatalaydi? Chunki so'z buloqdek tinmay eqib turadi. Ey Yusuf, kerakli so'zni to'g'ri so'zla. Keraksiz so'zlarni yoshirg'in ziyon qiladi. So'zni ko'p so'zlading, ta'mi ketmasin. Odam ko'p so'zdan zerikib bezadi. Ishonchsiz dunyoning payli jafo va vafosizlikdir. Aqlliqlar uni o'zidan chaplashtiradi, yiroq turadi. Sen bo'lsang bu dunyoga qattiq yepishding. G'ayrat qilib buningdan ko'nglingni o'z yuz o'rigin. Bu dunyoga ishonma, zodi ishonma. Qattiq yolvorib Xudoga sig'in. Bu bevafo dunyo nurg'un xalqni tashladi. Nini kishilar yo'ldan ezib ketdi. Endi sangimi tayyorlandi, jilvilinib kuladi. Senmi kulib ozroq bo'lsa-mu uni so'yma. Nini mol dunyoga ega bo'lgan dunyo baglari o'lim yoqsidan tutqanda ko'zlari talmirib o'lib ketdi. Yigitlik behuda o'tdi. Esit yoshlik kunlarim. Bu hayot pushaymon qayg'u bilan tugaydi. Necha ming yil yashasimi, oxiri o'lim bor. Qanchalik dunyo toplasimi, orqada qoladi. Sangli sig'indim, Xudo o'zing saqla. Bu g'aflat uyqusidan meni uyg'otqin. Uyatsiz qulingman, gunohlarim ko'p. Ro'shanki, sening rahim shafqating cheksizdir. Sana gunohkor bo'ldim, seningdan qochdim. Bugun sana seg'inib, yolvorib keldim. Ey muhtoj vujud, nimaga ishonding? Ko'z ko'rib turib, nimaga tayonding? Endi yo'lingni to'g'rila, harakatingni tuzat. O'zing ikkili dunyoda to'rdin o'rin ol. Bu dunyo butunlay havas bilan to'lgan. Buni tashla, yana bir dunyoga intilgin. Tilingni tiy, gelingni yig', ko'p uxlama. Ko'zingni yum, quloqingni at, xotirjam tursan. Ey Rabbim, hamma mu'minlarni afu qilgin. Hisobsiz rahmatingdan hammani tugal bahraman qil. Payg'ambarimizga tuman ming salom yetkiz. Chahar yorlog'imi ko'p salom yo'lla. Nasri yashmisini ishliguvchilar Abdushukur Turdi Qodir Akbar, mas'ul muharriri Abdullah Abliz,
Bu asar Şinjan İctimai Fanlar Akademiyasi Millatlar Adabiyoti tadqiqot o'rni tayyorlagan Nasriy Yashmaning Millatlar nashriyati 1991-yili nashr qilgan nusxasi asosida ovozga ilindi. Bu asar 2009-yili 4-oydan boshlab ovozga ilinib, 2009-yili 10-oyda ovozliq nusxasi tamomlandi. Ovoz operatori Ömercan Sunun. Mikrofon oldida Abduqayyum Imin. Bu asarni Urumchi Irfon elektron shirkati ovozliq nashr qildirdi.